Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Biz bugun yangi ma'lumot turi lug'at bilan tanishamiz. Demak, lug'at ingliz tilida dictionary deb ataladi. Biz shu paytgacha integer, float, string kabi ma'lumot turlari bilan tanishdik va ularning ichida, demak, turli o'zgaruvchilarning ichida turli xil ma'lumotlarni saqlashni ham o'rgandik. Bugun mana shunday ma'lumotlar turidan biri, demak, lug'at bilan tanishamiz. Lug'atni boshqa turlardan farqi, demak, endi biz lug'atdagi ma'lumotlarni saqlash uchun kalit so'z va qiymatdan foydalanamiz. Bu xuddi misol uchun hayotdagi ingliz tilidan o'zbek tiliga yoki o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qiladigan lug'atga o'xshash. Ya'ni agar biz lug'at kitobini ochib qarasak, kitobning ichida har doim bizda kalit so'z bor va mana shu so'zning tarjimasi bor. Yoki bo'lmasam izohli lug'at, ya'ni o'zbek tilining izohli lug'atini ochib qarasak, bizda biror bir so'z bor va ana shu so'zni, demak, izohi bor. Biz bu lug'atni ichiga murojaat qilganimizda, ya'ni misol uchun o'sha kitobni ochib biror bir so'zni qidirganingizda siz o'sha aynan kalit so'z bo'yicha qidirasiz. Ya'ni biror so'zni tarjimasini topmoqchi bo'lsangiz, aynan ana shu so'zni topasizda, ana undan keyin mana shu so'zga mos keluvchi tarjimani yoki izohni o'qiysiz. Pythonda ham lug'at mana shunday usulda qilingan. Shuning uchun ham nomi lug'at deyiladi. Ya'ni har bir ma'lumot ikki qismdan iborat. Birinchisi kalit so'z, ikkinchisi esa qiymat. Mana shu kalit so'zga to'g'ri keluvchi qiymat. Demak, bu kalit so'z va qiymat juftligi deb ataladi. Keling mana bitta misol ko'raylik. Misol uchun mana biz bitta misol, mana mashina. Mana shu mashina uchun lug'at yaratmoqchimiz. Ana endi biz bu lug'atning ichida mana shu mashina haqida bir nechta ma'lumotlarni saqlamoqchimiz. Birinchisi, misol uchun mashinaning modeli. Demak, mana bu chap tarafdagisi ko'rib turganingiz, demak, e'tibor bering, mana bu qo'shma birgalikda mana bu juftlik, demak, kalit so'z va qiymat juftligi deb ataladi. Chap tarafdagi mana bu, demak, ikki nuqtaning chap tarafidagi bu model, ya'ni bu kalit so'z, o'ng tarafi esa, demak, mana shu kalit so'zni qiymati. Mana biz misol uchun chap tomonda model deb yozdik va mana shu modelga mos keluvchi izoh yoki o'sha qiymat bu Ferrari. Ikkinchi, ya'ni lug'atimizdagi ikkinchi ma'lumot bu yana bitta juftlik. Bu juftlikda e'tibor bering, endi kalit so'z rang va bu rangning qiymati esa qizil. Mana shunday qilib biz hozir mana oddiy lug'at yaratdik. Lug'atni yaratishga e'tibor bering. Bu yerda biz qavs ochganda katta qavslarni ochamiz. Demak, ichida har bir juftlikni, mana bunday juftlikni o'rtasida ikki nuqta bilan kiritamiz. Chap tomonda kalit so'z, o'ng tomonda esa mana shu kalit so'zga mos keluvchi qiymat bo'ladi. Mana endi biz mana shu lug'atni ichidagi biror bir ma'lumotni chiqarib olmoqchi bo'lsak, biror bir qiymatni chiqarmoqchi bo'lsak, mana endi unga biz ana shu kalit so'z bo'yicha murojaat qilamiz. Xuddi bu o'sha jonli kitob lug'atning ichidagi siz qidirganingizni, kalit so'zni qidirganingiz kabi bu yerda ham biz mana shu kalit so'z bo'yicha qidiramiz. Mana endi agar biz bu yerda print mana bu komandalarni bajarsak, pastda turibsiz, mana Ferrari va qizil degan so'zlar chiqdi. Ferrari bu mana bu, demak, car, mana bu 0 degan o'zgaruvchining ichidagi mana shu car 0 ni modelini chiqarib ber, ya'ni mana shu lug'atning ichidagi modelni chiqarib deyapmiz. Model Ferrari, rang esa qizil ekan. Keling bitta yana misol ko'raylik. Agar o'sha kitobga to'g'risida gaplashganimizda, deylik, masalan, o'zbekchadan inglizchaga tarjima qiladigan lug'at. Mana shunday agar lug'atni ko'radigan bo'lsak, mana bunday deylik, mana uz, ya'ni inglizchadan o'zbekchaga lug'at yarataylik. Xo'p, mana ba'zi bir so'zlarni kiritamiz. Masalan, ingliz tilida apple deymiz va bunga mos keluvchi qiymat olma deymiz. Ya'ni kalit so'z bu yerda apple bo'ldi. O'sha apple ga mos keluvchi tarjima esa bu qiymat, demak, olma bo'ldi. Yoki bo'lmasam yana bitta so'z, mana apricot deymiz va bunga to'g'ri keluvchi, misol uchun, o'rik bo'ladi endi. Bunday qilamizda, mana o'rik deymiz. Misol uchun yana bitta qiymat deymizda, mana yana bitta yangi kalit so'z, misol uchun banana deymiz. Va bunga mos keluvchi, demak, o'sha qiymatni kiritamiz. Qiymat esa, demak, o'zbek tilida banan bo'ladi. Mana biz e'tibor bering, 3 ta, demak, tarkibida mana lug'atning ichida hozir 3 ta elementi bor. Birinchisi, demak, mana apple, olma, ikkinchisi apricot, o'rik, uchinchisi banana, bu banan. Mana lug'atimiz tayyor bo'ldi. Keling endi mana shu lug'atni bajaraylik. Mana komandani bajardik. Hozir lug'atimiz turibdi. Agar biz lug'atni o'zini ko'rmoqchi bo'lsak, print and uz deyishimiz mumkin. Mana lug'atimiz chiqdi. Endi tasavvur qiling, foydalanuvchi mana shu lug'atning ichidan biror bir so'zni qidirmoqchi.
Endi u nima qiladi? Ana shu so'zni, demak, mana misol uchun oldin n uz deb lug'at nomini yozadi. Mana bunaqangi to'rtburchak qavslar ochamizda, qavsning ichida o'sha qidirayotgan so'zimizni, ya'ni kalit so'zni kiritamiz. Kalit so'z misol uchun apple. Demak, biz apple so'zini tarjimasini bilmoqchimiz foydalanuvchi sifatida. Mana bossak, bizga chiqdi tarjimasi olma bo'lib chiqdi. Mana shunday qilib biz mana yangi lug'at yaratdik. Lug'atni demak, foydalanish uchun juda ham ko'p, demak, har xil yo'llarda foydalanish mumkin. Mana bu yerda bitta misol ko'raylik. Mana bu yerda biz yangi lug'at yaratdik. Mevalar degan lug'at yaratdik-da, endi bu lug'at ichida biz nima qilmoqchimiz? Mevaning nomi va uni narxini kirityapmiz. Bu yerda kalit mevaning nomi, qiymat, mana bu qiymat esa bu o'sha mevani narxi. Endi qarang, biz mana shu kodni bajaramiz. Nima qilmoqchimiz? Mana olma 10,000 so'm, tarvuz 8,000 so'm, qovun 10,000 so'm va hokazo narxlarni kiritib chiqdik. Ana endi biz mana shu yerdan mana f-string yordamida olmaning narxi deb mana bu yerda mana mevalarning ichidan olmani chiqaryapmiz-da, o'sha narxni ko'rsatyapmiz. Hozir men mana shu komandani bajarsam, mana e'tibor bering, olma narxi 10,000 so'm degan xabar chiqib keldi. Shu yerda men agar misol uchun mevalar deb olmani emas, deylik qovunni narxini chiqarmoqchi bo'lsam, mana qovun deyman. Yoniga print qo'yamiz, mana. Print mevalar qovun narxini chiqarsam, hozir mana ko'rib turibsiz, qovunning narxi ham 10,000 so'm bo'lib chiqib keldi. Demak, mana shunday qilib biz lug'atning ichidagi elementlarga murojaat qilar ekanmiz. Bu yerda e'tibor bering, ro'yxatdan farqli ravishda, esingizda bo'lsa, biz ro'yxatlar bilan gaplashganimizda mana bunday to'rtburchak qavsning ichida o'sha ro'yxatdagi elementlarning indeksini ko'rsatayotgan edik. Endi lug'atda esa biz indeksni o'rniga mana bu kalit so'zni ko'rsatyapmiz. Xo'p, keling yana biror misol ko'raylik. Mana e'tibor bering. Biz demak talaba 0 degan bitta lug'at yaratyapmiz. Mana uning ichida esa biz talabaning ismi, demak mana bu birinchi element bu talabaning ismi bo'lyapti. Ikkinchi element talabaning yoshi bo'lyapti. Uchinchi element esa talabaning tug'ilgan yili bo'lyapti. Endi bu yerda e'tibor bering, biz lug'atning ichida turli ma'lumot turlarini saqlashimiz mumkin. Mana bu yerda ism bu string, ya'ni matn edi. Yosh esa mana raqam bo'ldi. Ya'ni bu butun son bo'ldi. Mana bu ham demak butun son bo'ldi. Demak, biz lug'atning ichida butun sonlar saqlashimiz mumkin, o'nlik sonlar saqlashimiz mumkin, matn saqlashimiz mumkin, ro'yxat ham saqlashimiz mumkin. Ya'ni keyingi darslarimizda ko'ramiz, misol uchun lug'atning ichida ro'yxat yoki lug'atning ichida boshqa lug'at ham bo'lishi mumkin. Bu ham demak tabiiy. Mana endi biz mana shunday lug'at yaratdik. Bu mana shu talaba haqidagi ma'lumotlarni bitta lug'atning ichiga yig'dik biz. Endi men mana shu ma'lumotlarni ekranga chiqarmoqchiman. Mana endi mana bu f-string yordamida ko'rib turibsiz, men uzun matn qildim. Endi e'tibor bering, bu yerda biz avvalgi darsimizda ham ko'rgandik, agar misol uchun sizni komandangiz bir qatordan juda ham uzun bo'lib ketsa, mana bu operator yordamida, mana ko'rib turibsiz, mana bu operator yordamida qatorga ajratishingiz mumkin. Mana men bu yerda buni keyingi qatorga tushirib oldim. Mana bu hammasi aslida bitta qavsning ichida yozilgan bir qator kod bo'lish kerak edi. Kodim juda ham uzun bo'lib ketgani uchun qatorga bo'lish uchun mana bu operatordan foydalandim. Ya'ni bu backslash deyiladi, teskari mana backslash yordamida pastga tushirib oldim. Xo'p, bu yerda f-string yordamida biz nima qilyapmiz? Birinchi talabaning ismini chaqiryapmiz-da va bu string bo'lgani uchun title, ya'ni e'tibor bering, bu yerda talabaning ismi kichik harflar bilan yozilgan. Biz title metodi yordamida katta harflar bilan yozyapmiz. Demak, talaba mana bu tug'ilgan yilini chiqaryapmiz va yoshini chiqaryapmiz. Hozir men buni bossam, mana Murod Olimov, demak bu talaba nomi, 2000-yilda tug'ilgan, 20 yoshda degan xabar chiqib keldi. Xo'p, endi keling, qanday qilib biz lug'atimizga yangi kalit so'z qo'shishimiz mumkin. Ya'ni hozircha mana agar yuqoridagi talaba degan mana shu mana print deylikda talaba 0 deymiz. Chiqarsak mana hozir buning ichida 3 ta element bor. 1, 2, 3 ta element bor. Demak, 3 ta kalit so'z, birinchisi ism, ikkinchisi yosh, uchinchisi tug'ilgan yil degan 3 ta kalit so'zimiz bor. Biz bu yerga yangi kalit so'zlar qo'shmoqchimiz. Yangi kalit so'z qo'shish uchun juda ham oson. Nima qilamiz? Mana bunday qilamiz. Talaba 0 deb o'zgaruvchi nomini yozamiz va mana bu to'rtburchak qavslarning ichida endi yangi kalit so'zni kirityapmiz. Mana bu yangi kalit so'z bu kurs bo'ldi va unga qiymat beryapmiz. 4, ya'ni bu talaba 4-kursda o'qiydi demoqchimiz. Ikkinchisi yana bitta yangi kalit so'z qo'shdik, bu fakultet. Va fakulteti misol uchun informatika dedik va buni hozircha bunga tegmay turamiz oxirgisiga. Mana biz hozir ikkita qiymat qo'shyapmiz. Mana ikkita qiymatni qo'shmoqchimiz. Keling, mana shu kodni bajaraylik. Mana bajardik. Endi agar men print deb yuqoridagi o'sha talaba 0 degan
lug'atimizni chiqarsam ko'rib turibsiz, endi ichidagi elementlar soni ko'payib ketdi. Demak, kalitlar mana bu kurs va fakultet degan kalitlar ham lug'atning ichiga qo'shildi. Demak, mana bu usul bilan biz lug'atning ichiga qo'shimcha kalitlar qo'shishimiz mumkin ekan. Qo'shimcha qiymatlar ham qo'shishimiz mumkin ekan. Endi biror bir o'sha kalitdagi qiymatni o'zgartirish uchun esa mana o'sha kalitning nomini yozamizda, misol uchun talaba ismini, hozir bizda ism misol uchun Murod turibdi. Endi keling Murodning o'rniga biz misol uchun Abdulloh deb qo'yamiz ismini. Mana bu yerda Murod Olimov turgan edi. Biz ismini o'zgartirdik. Mana buni olamizda hozir. Keling mana pastdan yozaylik. Mana talaba ismi Abdulloh deb o'zgartiramiz. O'zgardi. Mana endi print qilamiz. Mana print deb talaba 0 ni print qilsak, endi ism degan joyda Abdulloh bo'lib o'zgardi. Mana shunday qilib biz ma'lum bir kalit so'zga mos keluvchi qiymatni o'zgartirishimiz mumkin ekan. Endi dasturlash davomida ba'zida bo'sh lug'at yaratib, keyin ana shu lug'atni to'ldirib borish talab qilinishi mumkin. Ya'ni bu turli holat bo'lishi mumkin. Dastur davomida misol uchun lug'atni foydalanuvchi to'ldirishi mumkin. Siz bo'sh lug'at yaratib berasiz foydalanuvchiga va foydalanuvchi qandaydir qiymatlar bilan mana shu lug'atni to'ldiradi. Buni ham yo'li bor. Keling mana shu usulni ko'raylik. Mana pastda biz bo'sh lug'at yaratyapmiz. Bo'sh lug'at yaratish uchun mana bunda demak o'sha katta qavslarni ochamiz, yopamiz bo'ldi. Mana talaba 1 degan, hozir men buni bajarsam, mana bu qismini o'chirib turamiz kodimizni. Ortiqcha ma'lumotlar ekranga chiqmasin. Mana endi men talaba 1 degan lug'atni chiqarsam, mana print deymiz. Talaba 1 desam, bo'sh lug'at chiqdi. Mana ichida hech narsa yo'q. Xo'p, endi nima qilamiz? Biz lug'atning ichiga birma-bir elementlar qo'shib borishimiz mumkin. Mana keling 3 ta element qo'shaylik. Birinchisi ism, Qobil Rasulov dedik, ikkinchisi kurs, 3-kurs dedik, keyin yosh dedik. Demak, 20 yosh degan mana bu 3 ta elementlarni qo'shdikda, keling endi buni print qilib chiqaramiz konsolga. Chiqarsak, mana endi lug'atimizning ichida bir nechta o'sha kiritgan yangi elementlarimiz paydo bo'ldi. Birinchisi ism, ikkinchisi kurs va uchinchisi yosh. Mana endi biz bu matnni mana bu f-stringni bajarishimiz mumkin va talaba Qobil Rasulov 3-kurs degan mana bu matnni biz ekranga chiqardik. Xo'p, men shu yerda bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Biz darsimiz davomida ko'p kodlar yozyapmiz. Ba'zi bir kodlarni, misol uchun mana bu joyni men qayta tushuntirishim shart emas. Ya'ni biz f-string haqida avvalroq gaplashganmiz. Bu yerda nimalar qilayotganimizni iltimos o'zingiz darsnomamizda tahlil qilib ko'ring. Bu kodimizni ham men GitHub sahifamizga yuklayman. Va shuningdek o'zimizni o'sha python.sariq.dev sahifamizda ham turibdi bu kodlar. Mana shu kodlarni o'zingiz olib ozgina tahlil qiling. Misol uchun mana bu yerda nimaga title ishlatdik biz? Mana shuni bir o'ylab ko'ring. Shunaqangi bir tahlillarni iltimos darsnomada qilib keting, esingizdan chiqmasin. Xo'p, mana endi biz o'zgartirdik. Mana endi keling biror bir qiymatni yangilaymiz. Yuqoridagi kabi, misol uchun mana talaba o'sha 1 ni kurs 3-kurs edi. Biz endi talaba 4-kursga o'tdi. 4-kurs deb yangilayapmiz. Mana endi kodimizni bajarsak, pastda ko'ring, mana talaba Qobil Rasulov endi 4-kurs degan xabar chiqdi. Avval 3-kurs edi. Mana endi 4-kurs bo'ldi. Demak, mana bu usul bilan demak o'zgaruvchi nomi, to'rtburchak qavslar, kalit so'z va kalit so'zga mos keluvchi yangi qiymatni berdik. Bu usul bilan biz o'sha biror bir elementni yangiladik. Keling endi lug'atdan biror bir elementni o'chirishni ko'ramiz. Mana bu yerda men o'sha talaba 0 degan lug'atimizni qaytadan yaratib oldim. Mana hozir chiqaramiz. Print talaba 0 deylik. Xo'p, mana bu lug'atimiz ichida demak ism, yosh va tug'ilgan yil degan elementlar turibdi. Endi biz nima qilamiz? Mana bu del degan operator yordamida, mana del degan operator yordamida biz avval o'zgaruvchi nomini beramiz, lug'atning nomini beramiz va lug'atning ichidagi kalit so'zni beramiz. Demak, biz mana bu yosh degan bitta elementni o'chirib tashlamoqchimiz. Bizga mana bu yosh kerak emas lug'atimizda. Mana endi biz mana shu kodni bajarsak, e'tibor bering, mana ism bor, tug'ilgan yil bor, endi yosh yo'q. Ikkitasini o'rtasida avval yosh bor edi, endi yosh yo'q bo'ldi. Xuddi shu kabi avvalgi misol uchun biz mana uz lug'atimiz bor edi. Mana lug'atni chiqardik. Demak, mana shu lug'atdan biz ma'lum bir so'zni olib tashlamoqchimiz. Keling, mana misol uchun uz lug'atidan biz bananani olib tashlaymiz. Banana deymiz. Demak, bu yerda aynan o'sha kalit so'z bo'yicha murojaat qilish muhim ekan. Mana bosamiz. Endi yana qaytadan print uz desak, e'tibor bering, olma qoldi, o'rik qoldi, banana esa yo'q. Mana shunday qilib biz del operatori yordamida istalgan elementni kalit so'zi yordamida o'chirib tashlashimiz mumkin ekan. Shuningdek, biz lug'atlar yaratishimizda agar lug'atimiz
juda ham uzun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni lug'atda elementlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, ularni bir qator emas, qatorga bo'lib ham yozishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda biz katta qavs ochdik. Katta qavsdan keyin yangi qatordan mana har bir elementni alohida qatorga yozyapmiz. Mana birinchisi Ali, demak kalit so'z va Alining telefoni. Biz bu yerda misol uchun foydalanuvchilardan qanday telefon ishlatasiz degan savolni berdikda, dedik mana shu lug'atni shakllantirdik. Bu yerda misol uchun Ali iPhone X tutar ekan, Vali esa Galaxy S9 tutadi. Olim misol uchun Mi Pro tutadi. Orif esa Nokia 3310 tutadi. Va hokazo. Demak, mana shunday qilib biz lug'atni shakllantiryapmiz. Demak, alohida qatorda yozishimiz kerak ekan. E'tibor bering, bu yerda har bir qatorning oxirida virgul bor. Oxirgi qatorda virgul yo'q. Oxirgi qatorda biz nima qilamiz? Keyingi bitta qatorga tushib, mana endi lug'atni yopamiz. Agar yana bir element qo'shmoqchi bo'lsak, mana misol uchun oxirida mana bu yerda virgul qo'shib, yana bitta qatordan misol uchun Anvar deymizda, yana bitta yangi misol uchun pixel 3xl deb qo'yamiz. Mana yana bitta element qo'shib qo'ydik. Demak, bu yerda biz e'tibor bering. Avvalgi lug'atlarimizda biz misol uchun bitta odamga tegishli turli xil ma'lumotlarni kiritayotgan edik. Ya'ni bitta odam haqida ko'p ma'lumotlarni lug'at yordamida jamlagan edik. Bu yerda esa buni bir aksini qildik. Biz ko'p odamlar haqida bir xil ma'lumotlarni jamlayapmiz. Demak, lug'atni keyinchalik ko'rasiz, demak, o'sha turli bir usullar bilan foydalanish mumkin. Mana endi telefonlar degan lug'atimiz shakllandi. Misol uchun men bu yerda istalgan payt telefonlar deb mana bunday qilib, misol uchun Ali desam, mana Ali'ni ishlatadigan telefon chiqib keladi. iPhone X bo'lib chiqib keldi. Yoki bo'lmasam telefonlar deb Anvar desam, misol uchun Pixel 3xl bo'lib chiqib keldi. Xo'p, endi e'tibor bering, biz bu yerda o'sha lug'atning ichidagi biror bir elementni chiqarish uchun biz unga kalit so'z bilan murojaat qilyapmiz. Demak, misol uchun mana bunday qilib biz misol telefonlar olim desak, mana Mi 10 Pro degan qiymat chiqib keldi. Endi tasavvur qiling, biz mana shu lug'atda yo'q bo'lgan kalit so'zni yozsak, nima bo'ladi? Misol uchun men Hasan dedim. Lug'atimizda Hasan degan element yo'q. Mana ko'rib turibsiz, Ali va Ali bor, lekin Hasan yo'q. Ana endi men buni bajarsam, key error, ya'ni key degani kalit so'z, demak, mana shu xatolik bo'ldi. Aytayaptiki, dasturimiz demak, mana bu telefonlar degan lug'atning ichida Hasan degan kalit so'z yo'q deyapti. Mana shunday xatolikni oldini olish uchun biz get metodidan foydalansak bo'ladi. Get metodi ham demak o'sha lug'atning ichidan ma'lum bir elementni olish uchun bitta usuli, demak. Buning uchun mana e'tibor bering, hozir pastda ko'ramiz. Get metodidan qanday foydalanishni. Demak, oldin o'sha lug'atning nomini yozamiz, telefonlar deymiz, nuqta get. Get deymizda endi mana bu yerda qarang, biz o'sha birinchi kalit so'zni yozamiz. Bu yerda biz kalit so'zni Hasan dedik. Agar mana shu kalit so'z lug'atda yo'q bo'lsa, mana bu xabarni chiqargin deyapmiz. Bunday ism mavjud emas. Tushunarli? Endi hozir qarang, men mana shu kodni bajaraman. Men bu yerda mana bu telefonlar degan lug'atning ichidagi Hasan degan o'sha kalit so'zga to'g'ri keluvchi qiymatni olib, mana bu font degan yangi o'zgaruvchiga yuklayapman. Xo'p, birinchi keling bu yerga Hasan emas, Ali deb yozamiz. Bajaramiz. Mana ko'rib turibsiz, iPhone X degan qiymat chiqdi. Demak, bu yerda o'sha Aliga to'g'ri keluvchi qiymat bu iPhone X ekan. Xo'p, yoki bo'lmasam telefonlarning o'rniga boshqa, misol uchun avvalgi n uz lug'atimizni qo'yaylik. Mana n uz lug'atini qo'yamizda, bu yerda misol uchun Apple deymiz. Apple deymiz. Mana bu yerda phone emas, meva deymiz. Meva. Xo'p, mana bajarsak, olma. Demak, mana bu Apple ga to'g'ri keluvchi qiymat olma ekan. Xo'p, endi keling biz lug'atimizda yo'q biror bir qiymatni yozamiz. Apple o'rniga misol uchun deylik, pineapple yozamiz mana. Pineapple yozamiz. Mana pineapple yozdik. Mana bajarsak, endi aytayaptiki, bunday ism mavjud emas. Keling uni to'g'rilab qo'yaylik. Bunday meva mavjud emas deb to'g'rilab qo'yaylik. Mana bajarsak, endi bunday meva mavjud emas deyapti. Demak, get metodidan foydalanganimizda biz ikkita qiymat berdik. Birinchisi o'sha kalit so'z, ikkinchisi esa agar mana shu kalit so'zga mos keluvchi qiymat yo'q bo'lsa, qaytuvchi xabar. Demak, mana bu xabar foydalanuvchiga ko'rsatiladi. Biz shu yerda agar hech narsa bermasligimiz ham mumkin. Mana shu yerda bo'sh tashlab ketishimiz ham mumkin. Mana bu misolni ko'raylik. Misol uchun o'sha avvalgi telefonlar degan ro'yxatimizga qaytdik. Telefonlar deylik. Mana print telefonlar deylik. Mana telefonlar ichida Ali bor, Vali bor, Olim bor, Orif bor, Anvar bor, lekin Hasan yo'q. Endi biz mana get metodi yordamida Hasan degan o'sha kalit so'zni qidiryapmiz. Ana endi men buni bajarsam, mana bu yerda endi non degan xabar chiqdi.
Non degani ingliz tilida mavjud emas degani. Demak, agar mana shu qiymat mavjud bo'lmasa va siz virguldan keyin hech narsa bermagan bo'lsangiz, demak mana bu xabarni bermagan bo'lsangiz, o'z-o'zidan demak mana bu non, ya'ni mavjud emas degan qiymat chiqar ekan. Demak, bugun lug'at bilan tanishdik. Keyingi darslarimizda biz lug'at bilan ishlashni yana ham bir turli usullarni ko'ramiz. Lug'atning ichida turli ro'yxatlar saqlashni ko'ramiz. Lug'at bilan turli xil murakkabroq bir operatsiyalar bajarishni o'rganamiz. Hozircha esa sahifamizga o'tasiz. Sahifamizda biz amaliyot uchun turli xil mashqlar qoldirganmiz. Ana shu mashqlarni bajarishni unutmang. Ana undan keyin biz kodlarimizni bugundan boshlab, endi bu darsimizdan boshlab GitHubga yuklab boramiz. Avvalgidek zip fayl qilib emas, balki GitHubda yukladik. Ana shu GitHubdan kodlarimizni o'zingizga yuklab, demak, klon qilib olishingiz mumkin. GitHub haqida biz avvalgi darsimizda gaplashgan edik. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelajakda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darsimizni davom etamiz. Demak, avvalgi darsimizda biz lug'atlar haqida gaplashishni boshladik. Keling, bugun lug'atni elementlari bilan ishlashni o'rganamiz. Mana boshlanishiga avvalgi darsimizdagi lug'atlardan birini mana ko'raylik. E'tibor bering, biz bu yerda talaba 0 degan lug'at yaratdik va bu lug'atning ichida mana shu talaba haqida ma'lum bir ma'lumotlarni saqladik. Va biz mana shu talaba haqidagi ma'lumotlarni demak, kalit bo'yicha murojaat qilib chiqarib olishimiz mumkin ekan. Misol uchun mana talabaning ismini ko'rish uchun ism degan kalitni kiritamiz. Va enterni bossak, demak talabaning ismi Alijon bo'lib chiqib keldi. Yoki bo'lmasam, deylik talabaning yoshini chiqarmoqchi bo'lsak, mana bunday qilib talaba demak 22 yoshda degan qiymat chiqib keldi. Endi Pythonda lug'atlar katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin. Ba'zida biz lug'atning ichidagi barcha qiymatlarni bilmasligimiz mumkin, yoki bo'lmasam lug'atning ichidagi barcha kalitlarni bilmasligimiz mumkin. Mana shunday holatda nima qilamiz? Keling, ba'zi bir metodlar bilan tanishaylik. Aynan mana shu lug'atlarga tegishli bo'lgan. Ulardan birinchisi mana bu items degan metod. Ko'rib turibsiz, demak, items metodi. Items ingliz tilidan demak elementlar deb tarjima qilinadi. Mana bu demak element, mana bu kod ko'rib turibsiz, demak talaba 0 bu lug'atimizning nomi. Undan keyin nuqta qo'yib items va mana bu qo'shtirnoqni ochib yopdik. Mana shu kodni hozir bajarsak, ko'rib turibsiz, bizning lug'atimizdagi barcha elementlar chiqib keldi. Ya'ni mana bu birinchi juftlik bu ism Alijon, ikkinchi juftlik bu familiya, misol uchun Shamshiyev va hokazo bo'lib mana chiqib keldi. Endi qarang, biz nima qilsak bo'ladi? Mana bu ko'rinishda chiqqan albatta yaxshi, lekin bu biroz bir nima desam mumkin, qulay yoki bo'lmasam bir chiroyli ko'rinishda chiqqani yo'q. Keling, mana shu kalitlarni va mos keluvchi qiymatlarni chiroyli ko'rinishda konsolga chiqaramiz. Buning uchun biz avvalda o'rgangan, demak, mana bu for siklidan foydalanamiz. Endi qarang, biz bu yerda for siklini qanday yozdik? Demak, kalit, qiymat deb ikkita o'zgaruvchi birdan yaratib oldik bu yerda. Demak, aytyapmizki, mana bu talaba.items. Talaba.itemsning ichidagi har bir kalit va qiymat uchun mana bu komandani bajar. Bu yerda biz nima qilyapmiz? F-string yordamida demak kalit deb mana bu kalit degan o'zgaruvchini chiqaryapmiz. Qiymat deb, undan keyin esa mana bu qiymat degan o'zgaruvchini konsolga chiqarmoqchimiz. Mana endi kodni bajarsak, ko'rib turibsiz. Mana birma-bir o'sha kalit, demak ko'rib turibsiz, birinchi kalit ism, ismga mos keluvchi qiymat Alijon. Keyingi kalit familiya, unga mos keluvchi qiymat Shamshiyev va hokazo. Demak, mana shu juftliklarni hammasini konsolga chiqardik. Endi albatta biz bu yerda mana bu o'zgaruvchilarga istalgancha nom berishimiz mumkin. Misol uchun ingliz tilida key value deb qo'yishimiz ham mumkin edi. Unda mana bu yerda ham demak kalitning o'rniga key qo'yishimiz kerak edi. Mana bu yerda esa qiymatning o'rniga value qo'yishimiz kerak bo'lar edi va albatta natija bir xil bo'lar edi. Mana kodni bajarsak, yana o'sha natijalar chiqib keldi. Demak, mana bu items metodi yordamida biz mana bu lug'atning ichidagi kalit va qiymatni chiqardik va har bir kalit va qiymatni mana bu usul bilan, ya'ni f-string yordamida konsolga chiqarib oldik. Keling, yana bir misol ko'ramiz. Mana misol uchun mana bizda telefonlar degan yana bir ro'yxatimiz bor. Bu ro'yxatning ichida demak har bir foydalanuvchining ismi va u foydalanuvchining telefoni berilgan. Ya'ni qanday telefon, qanday modeldagi telefon ishlatadi.
Mana shunday holatlarda demak biz agar mana shu sikldan foydalansak, matnni chiroyliroq qilib chiqarishimiz mumkin. Mana e'tibor bering, biz nima qilyapmiz bu yerda? Endi kalit va qiymat deb yozmasdan k va q so'zlar harflarini demak o'zgaruvchilarni yaratib oldik. Va endi nima qilyapmiz? Telefonlarning ichidagi har bir element uchun demak endi qarang. K deyapmiz. Bu k endi e'tibor bering, bu kalit. Kalit bu bizda ism bo'lyapti. Ismning telefoni deyapmizda q. Q endi mana shu ismga to'g'ri keluvchi qiymat. Endi qarang, biz bu kodimizni bajarsak, mana bajarsak, qarang, Alining telefoni iPhone X, Valining telefoni Galaxy S9 degan xabar chiqib keldi. Demak, mana shu usul bilan demak for sikli va items metodi yordamida biz lug'atdagi elementlarni mana bunday chiroyli qilib chiqarishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, keling endi bizga misol uchun lug'atdagi qiymatlar emas, faqat kalitlarni bilish talab qilinsa. Ya'ni mana shu lug'at ichidagi biz aynan kalitlarni bilmoqchimiz. Buning uchun keys metodidan foydalanamiz. Demak, key degani ingliz tilida kalit degani. Mana bu keys metodi esa mana shu lug'atning ichidagi har bir o'sha kalitni qaytaradi. Mana biz e'tibor bering, mahsulotlar degan bitta lug'at yaratdik. Tasavvur qiling, bu mahsulotlar bizning do'konimizdagi sotilayotgan mahsulotlar. Endi bu yerda nima bor? Mana bu kalitlar, demak olma, anor, uzum, anjir, shaftoli bu kalit. O'ng tarafdagi qiymatlar esa ularni narxi, misol uchun olmaning narxi 10.000 so'm, anjirning narxi esa 25.000 so'm. Keling endi biz mana shu demak keys yordamida mana shu kalitlarni chiqaraylik. Chiqarsak, mana pastda ko'rib turibsiz. Mana keys olma, anor, uzum, anjir bo'lib chiqib keldi. Endi yuqoridagi kabi for sikl yordamida shularni chiqaramiz. Demak, for sikl yordamida chiqarganimizda biroz demak o'zimizga qulay, chiroyli yoki foydalanuvchiga chiroyli ko'rinishda chiqarishimiz mumkin. Endi biz bu yerda nima qilamiz? Mana qarang, e'tibor bering. Birinchi demak do'kondagi mahsulotlar degan matnni konsulga chiqarib oldik. Ana undan keyin esa demak mana bu mahsulotlar degan lug'atning ichidagi endi biz bu yerda keys metodidan foydalanganimizda mana shu mahsulotlarning ichidagi nima kalit so'zlar qaytadi. Demak, har bir kalit so'z uchun demak kalit so'zni biz demak mahsulot degan o'zgaruvchiga yuklayapmiz. Mana shu mahsulotning nomini konsulga chiqargin dedik. Mana kodimizni bajarsak, do'kondagi mahsulotlar olma, anor, uzum, anjir, shaftoli bo'lib chiqib keldi. Xo'p, bu yerda yana bir narsaga e'tibor bering. Biz mana bu yerda misol uchun keys metodidan foydalandik. Aslida agar biz mana shu yerda keys metodidan foydalanmasak ham, mana bu usulni ko'raylik, mana keyingi usulni ko'raylik. Mana bu yerda xuddi shu yuqoridagi kodni o'zini faqat e'tibor bering, mana bu yerda mahsulotlardan keyin keys degan metodni qo'ymadik. Mana shunday holatda ham demak, ya'ni lug'atga to'g'ridan to'g'ri in mahsulotlar deb murojaat qilsak ham aslida lug'atning ichidagi aynan kalit so'zlar qaytadi. Mana bu yerda e'tibor bering, biz mahsulot, in mahsulotlar dedik. Bu ham kodimiz natijasi ham yuqoridagi kabi bir xil bo'ladi. Do'kondagi mahsulotlar olma, anor, uzum, anjir, shaftoli. Ya'ni biz agar misol uchun mana mahsulotlar degan lug'atimizga keys deb murojaat qilsak ham demak mana bu qiymatlar chiqadi, yoki keysni qo'ymasdan faqatgina mahsulotlar deb murojaat qilsak ham mana shu kalit so'zlar chiqib keladi ekan. Demak, aynan kalitlar bilan ishlaganda mana shu usuldan ham foydalanishingiz mumkin. Ya'ni keys metodini yozish shart emas mana shunday holatlarda. Endi keling biz misol uchun mana shu metodlardan foydalanishda biror bir foydali dasturlarni ko'raylik. Mana e'tibor bering, biz nima qilmoqchimiz. Mana bu yerda bozorlik degan bitta ro'yxat yaratdik. Bu bozorlik demak bizni bozorlik ro'yxatimiz. Ya'ni siz bozorga chiqishdan oldin mana shu narsalarni sotib olishim kerak deb o'zingizga ro'yxat tuzib oldingiz. Endi biz do'konga kirdik. Biz nima qilmoqchimiz? Do'kondagi mahsulotlarni demak mana bu bizni bozorlikdagi ro'yxatimizda bormi yo'qmi tekshirmoqchimiz. Endi e'tibor bering, biz bu yerda nima qilyapmiz? Mana bu mahsulotlar, do'kondagi mahsulotlar, ularni har birini chaqiryapmiz. Ana undan keyin mana shu mahsulot, ya'ni do'kondagi mahsulot bizni ro'yxatimizda bormi yo'qmi tekshiryapmiz. Demak, bu do'kondagi mahsulot, mana bu bizni sotib olishimiz kerak bo'lgan ro'yxatimiz. Demak, mana shu mahsulot agar mana bu yerda if dedik, agar mahsulot bizni ro'yxatimizda bo'lsa, unda mana shu mahsulotni narxini chiqarmoqchimiz. Narxi esa esingizda bo'lsa, mana bu mahsulotlar degan lug'atning ichida turibdi. Mana agar biz hozir shu yerda faqat mahsulotlarni o'zini chiqarsak, misol uchun mahsulotlar desak,
Mana olma 10 ming, anor 20 ming degan qiymatlarni biz allaqachon saqlab qo'yganmiz. Keling endi mana shu kodni bajarsak, e'tibor bering. Demak, bizning ro'yxatimizda anor, uzum, non va baliq bor edi. Endi biz mana shuni, demak, mana bu mahsulotlarni har birini bizning ro'yxatimiz bilan solishtirdik va bizning ro'yxatimizdagi mana bu anor, uzumdan faqatgina ikkitasi do'konda bor ekan. Demak, mana anor do'konda 20 ming so'm ekan va uzum esa do'konda 40 ming so'm ekan. Non bilan baliq esa do'konda yo'q ekan. Demak, mana shu kod yordamida biz do'kondagi mahsulotlarni bizning ro'yxatimizda bormi, yo'qmi tekshirdik. Buning aksini ham qilishimiz mumkin. Misol uchun keling, mana bu misolni ko'raylik. Endi biz nima qilyapmiz? Bizni bozorlik degan o'sha ro'yxatimiz bor. Demak, bu list. Mana shu ro'yxatning ichidagi har bir buyum uchun biz mana shu buyumlarni sotib olishimiz kerak. Endi mana shu buyumni do'konda bormi, yo'qmi tekshiryapmiz. Agar buyum do'konda yo'q bo'lsa, mana bu yerda not in funksiyasidan foydalandik, ya'ni do'konda yo'q bo'lsa, unda biz iltimos do'koningizga mana shu buyumni ham olib keling degan xabarni, demak, o'sha do'konning egasiga aytmoqchimiz. Keling mana kodni bajaraylik. Mana tekshiramiz. Anor 20 ming so'm, anor bor ekan. Uzum 40 ming so'm, uzum bor ekan. Endi qarang, non yo'q ekan. Shuning uchun biz nima dedik? Iltimos do'koningizga non ham olib keling dedik. Baliq ham yo'q ekan. Iltimos do'koningizga baliq ham olib keling degan xabarni chiqardik. Demak, bu yerda biz ko'rsatmoqchi bo'lganimiz mana shunday lug'atlar va ro'yxatlar bilan qanday qilib bir foydali yo'llarda foydalanish mumkin. Shuni bir misol sifatida ko'rsatmoqchimiz. O'zingiz ham demak, mana shu narsalarni bir tajriba sifatida, vazifa sifatida amaliyotda qo'llab ko'ring. Ya'ni turli ro'yxatlar qiling, lug'atlar qiling, bir-biriga solishtiring va ya'ni bu dasturlash jarayonida sizning oldingizga turli xil muammolar chiqib kelganda mana shu narsalar ko'z oldingizga kelish kerak. Ha, mana bu yerda lug'at qo'llasam bo'ladi. Mana bu joyda esa ro'yxat qo'llasam bo'ladi. Mana bu joyda ro'yxat va lug'atni solishtirsam bo'ladi degan narsalar sizni ko'z oldingizga kelish kerak. Shuning uchun biz ba'zi bir misollarni berib ketyapmiz, xolos. Endi biz avvalgi darsimizda aytgan edik, demak, lug'atning ichidagi elementlar biz qaysi tartibda kiritsak, mana shu tartibda qoladi. Ya'ni biz misol uchun keling, mana mahsulotlar degan ro'yxatimizni chiqaraylik. Misol uchun print mahsulotlar deymizda, demak, faqat haligi kalitlarni chiqaramiz. Mana biz birinchi olmani kiritganmiz, keyin anor, keyin uzum, keyin anjir, keyin shaftolini kiritganmiz. Ya'ni biz qaysi ketma-ketlikda kiritsak, mana shu ketma-ketlik saqlanib qoladi. Lekin ba'zida bizdan bu ketma-ketlikda emas, balki alifbo ketma-ketlikda, ya'ni A harfidan boshlab o'sha agar bu ingliz tilida bo'lgani uchun, demak, A harfidan Z harfigacha ketma-ketlikda chiqarish talab qilinishi mumkin. Mana shunday paytda biz avvalgi, demak, darsimizda o'rgangan sorted funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Demak, sorted degani bu o'sha sort ingliz tilida taxlash degani. Mana e'tibor bering, mana bu yerda biz nima dedik? Mana bu mahsulotlar degan lug'atning ichidagi har bir mahsulot uchun deyapmiz-da. Endi mana bu yerda sorted funksiyasidan foydalanamiz. Demak, sorted funksiyasi mana bu mahsulotlarni ichidagi elementlarni kalit so'z bo'yicha taxlab chiqaradi ekan. Mana endi agar biz bu kodni bajarsak, e'tibor bering. Mana do'konimizdagi mahsulotlar deb endi anjir, anor, olma, shaftoli, uzum bo'lib, mana A harfidan boshlab taxlanib chiqib keldi. Demak, sorted funksiyasi yordamida biz o'sha lug'atning ichidagi elementlarni taxlab ko'rsatishimiz mumkin ekan. Lekin bu yerda demak esingizda bo'lsa, biz aytgan edik, asosiy demak lug'atning tartibi bu yerda o'zgargani yo'q. O'sha olma, anor, uzum bo'lib turibdi. Ba'zida bizdan demak o'sha lug'atning ichidagi kalitlar emas, faqatgina qiymatlarni chiqarish talab qilinishi mumkin. Misol uchun biz esingizda bo'lsa, avvalroq demak mana telefonlar degan bir lug'at yaratdik. Lug'atning ichida mana foydalanuvchining ismi va u ishlatadigan demak telefon turibdi. Bu demak bitta juftlik. Bu yerda kalit bu ismlar va qiymatlar esa mana bu demak telefonlarning modellari. Xo'p, deylik bizga faqatgina modellar kerak. Mana bu kalitlar kerak emas. Buning uchun biz mana bu yangi demak values degan metoddan foydalanamiz. Demak, value degani ingliz tilida qiymat degani. Demak, mana bu telefonlar degan ro'yxatning ichidagi faqat qiymatlarni chiqarish uchun kodni bajarsak, ko'rib turibsiz, endi faqatgina qiymatlar chiqdi. iPhone X, Galaxy S9, Mi 10 Pro va hokazo. Demak, bu usuldan ham mana keling biror bir foydali ko'rinishda chiqaraylik ma'lumotlarni. Qarang, biz nima deyapmiz? Foydalanuvchilar quyidagi telefonlarni ishlatadi deylikda. Biz demak endi faqatgina mana shu telefonlar degan lug'atning ichidagi qiymatlarni olyapmiz. Demak, bu qiymatlarni tel degan o'zgaruvchiga yuklayapmiz va mana shu o'zgaruvchini endi konsolga chiqaryapmiz. Ana endi biz bu kodni bajarsak, mana foydalanuvchilar quyidagi telefonlarni ishlatishadi. iPhone
Galaxy, Mi 10 Pro, Nokia 3310 va hokazo degan mana lug'atning ichidagi faqat qiymatlarni o'zini chiqardik. Bu yerda kalitlar bilan biz murojaat qilganimiz yo'q. Xo'p, endi bu yerda e'tibor bering, misol uchun biz lug'atimiz kattaroq bo'ldi deylik. Mana kattaroq lug'at qilaylik. Mana telefonlar degan lug'atni kengaytiramizda, ichiga endi ko'proq ismlar qo'shamiz. Mana ko'proq ismlar qo'shdik va ko'proq telefonlar qo'shdik. Endi qarang, biz mana shu yangi lug'atimizni qaytadan konsolga chiqaraylik. Men mana buni tozalayman. Qaytadan konsolga chiqarsak, endi qarang, foydalanuvchilar quyidagi telefonlarni ishlatishadi dediga, iPhone X misol uchun bir nechta foydalanuvchi iPhone X foydalanar ekan. Mana ko'rib turibsiz, iPhone X bu yerda ham bor, pastda ham bor, yana bu yerda ham bor. Yoki Galaxy S9 ham mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham bor. Ya'ni o'sha foydalanuvchilar bir xil telefonlar ko'p ekan. Mana iPhone X 3 ta ekan, Galaxy ham misol uchun 2 ta ekan va hokazo. Mana shunday holatlarda deylik biz faqatgina o'sha elementlarni takrorlanmagan holda chiqarmoqchimiz. Bunday holatda biz set funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Set funksiyasi, mana keling set funksiyasidan foydalanaylik. Mana bunday ko'rishni foydalanamiz. Demak, set funksiyasi mana bu qiymatlarni oladida, ularning ichidan faqatgina demak o'sha takrorlanganlarni demak olib tashlaydida, har biridan bittadan element qoldiradi. Xo'p, mana bu kodni bajarsak, endi e'tibor bering. Mana bu yerda biz set funksiyasini ishlatdik. Mana bajarsak, bu yerda e'tibor bering, pastda endi iPhone X, Galaxy S9, Nokia va Huawei qoldi. Mana bu yerda iPhone X bir necha marta takrorlanganiga qaramay, demak, ularni faqat bir marta ko'rsatdi. Demak, mana bu set funksiyasi yordamida biz mana shunday qilishimiz mumkin ekan. Shu yerda bir narsa aytib ketay, set aslida bu yana bir ma'lumot turi. Demak, set ham Pythondagi ma'lumot turlaridan biri. Ro'yxat, lug'at yoki o'zgarmas ro'yxat, ya'ni tuple kabi mana bu set ham ichida bir nechta ma'lumotlarni saqlashga mo'ljallangan. Keling mana bu yerda ko'raylik. Mana. Demak, toys degan set yaratmoqchimiz. Set yaratish uchun e'tibor bering, mana bu yerda katta qavslardan foydalanamiz. Demak, katta qavslarni ochdikda ichiga bir nechta elementlarni yozdik. Bu toys, ya'ni o'yinchoqlar degan setimizning ichida mana ball, car, lamp, yana ball deb yozdik. Endi bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Set ichidagi elementlar takrorlanmaydi. Endi qarab turing, misol uchun birinchi type deylikda toys degan o'zgaruvchini turini ko'rmoqchimiz. Ma'lumot turini ko'rsak, mana set deyapti. Demak, mana bu set ekan. Endi qarang, men agar shu yerda hozir o'sha toys degan setni konsolga chiqarsam, qarang, ball, lamp, car turibdi. 3 tagina element turibdi. Vaholanki biz mana bu yerda 4 ta element qo'shgan edik. Demak, set yaratganimizda takrorlanuvchi elementlarni tashlab yuborar ekan. Ortiqchasini tashlab yuboradi ekanda, faqat bittasini olib qoladi ekan. Misol uchun men mana bu yerda yana boshqa element qo'shsam, misol uchun bear desamda, yana misol uchun element qaytadan misol uchun car degan elementni qo'shsam, mana bu yerda ham car bor, mana bu yerda ham car bor. Demak, bitta elementni 2 marta qo'shdim. Endi bu kodni bajarsam, misol uchun bajarib, pastda yana bir marta print toy desam, ko'rib turibsiz, elementlar faqat bir martadan ko'rsatildi. Qaytarilgan elementlarni faqat bittasini saqlab qolar ekan. Setlardan ham biz kelajakda qaysi o'rinlarda foydalanish mumkin, batafsil ko'ramiz. Bugun gaplashmoqchi bo'lganimiz shundan iborat edi. Sahifamizga o'tib, u yerdagi amaliy mashqlarni bajarishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darsda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Demak, biz lug'atlar bilan ishlashni o'rganayotgan edik. Bugun biz qanday qilib lug'atning ichida ro'yxatni yoki ro'yxatning ichida lug'atlarni yoki lug'atlarning ichida lug'atlarni saqlashni o'rganamiz. Demak, bu ingliz tilida nesting deb ataladi. Ya'ni bir narsani ichida boshqa narsani saqlash. Ya'ni mana bunday qilib agar misol keltiradigan bo'lsak, nestingga deylik, kitobning ichida boblar bor, boblarning ichida bo'limlar bor, bo'limlarning ichida yana bo'limlar bor va hokazo. Ya'ni mana shunday qilib e'tibor bersangiz, ba'zida kitoblar tarmoqlanib ketaveradi. Mana shu narsa demak ingliz tilida nesting deb ataladi. Ya'ni bir narsani ichida boshqa narsani joylash, bu dasturlashda nesting deb ataladi. Keling biz boshlanishiga qanday qilib mana bu lug'atlardan ro'yxat yaratishni ko'ramiz. Misol uchun mana bizning birinchi misolimiz, bugun e'tibor bering, biz mana bunday lug'at yaratib oldik. Bu demak lug'atning nomi car 0, ya'ni 0 mashina degan lug'at yaratyapmiz. Demak, bu mashina haqida mana lug'atning ichida ma'lumot beryapmiz. Modeli Lacetti, rangi oq, chiqqan yili mana 2018, narxi
$13,000. Bu demak necha kilometr yurgani va mana bu esa oxirgisi esa korobkasi. Yana tushamiz, yana bitta lug'at, misol uchun car 1 degan lug'at. Buni ham demak o'zini mana bunday o'ziga yarasha demak xarakteristikalari bor. Demak Nexia 3, qora va hokazo. Keyingi mashinamiz car 2 deb ataladi. Buni ham demak modeli, rangi va hokazo demak mana 3 ta lug'at yaratib oldik. Endi tasavvur qiling, biz mana shu ma'lumotlarni foydalanuvchiga ko'rsatmoqchimiz. Demak, foydalanuvchiga bizdagi bor mashinalarni ko'rsatmoqchimiz. Demak, men nima qilyapman? Mana bu yerda e'tibor bering. Birinchi qiladigan ishim hadeb car 0 deb yozib o'tirmaslik uchun, demak, car degan o'zgaruvchi yaratib olyapman-da, mana shu car degan o'zgaruvchiga mana bu car 0 ni qiymatini beryapman. Ana endi men mana shuni hozir konsolga chiqaradigan bo'lsam, mana pastga e'tibor bering, f-string yordamida men demak bir nechta ma'lumotlarni chiqaryapman. Car demak mashinaning modeli, rangi, yili va narxini konsolga chiqarmoqchiman. Xo'p, bu yerda bir narsaga e'tibor bering, biz f-string ni ichida, demak agar mana print funksiyasi ichida matnimiz juda ham uzun bo'lib ketsa, qator tashlab yangi qatordan yozishimiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bering, yangi qatordan yozganmiz. Biz mana shunday qator tashlashlarni turli ko'rinishlarini o'rgandik. Shuning uchun bu yerda yana bitta ko'rinishni o'rgatib ketyapman. E'tibor bering, demak kodimiz juda ham uzun bo'lib ketganda mana shunday qilib to'g'ridan to'g'ri demak qator tashlab keyingi qatorni yangi f-string bilan boshlashimiz mumkin. Demak bu yerda har bir qator alohida string, ya'ni yoki f-string yoki oddiy string. Endi mana kodimizni bajarsak, o'ng tarafda qarang, Lacetti, oq rang, 2018-yil $13,000 degan narxi chiqib keldi. Xo'p, mana shu yerda men endi car misol uchun 0 emas 1 ni chiqaraman desam, mana bu yerda 1 ga o'zgartiraman. Yana bir marta F5 ni bossam, endi Nexia 3, qora rang, 2015-yil $9,000. Yoki misol uchun car 2 deyman, yana konsolga chiqarsam, Gentra qizil rang 2009 va hokazo. Demak, har bir mashina haqidagi ma'lumotlarni mana shunday qilib bitta-bitta konsolga chiqaryapman. Va bu biroz noqulay. Demak, men agar bunday usuldan foydalansam, albatta avvalo har bir mashinani demak mana bu o'zgaruvchi nomini yodlab qolishim kerak. To'g'rimi? Ya'ni misol uchun men mana bu yerda adashib hozir car 3 deb yozib qo'ysam, kodni bajarsam xato beryapti. Bunday car 3 degan mashinani o'zi yo'q deyapti. Demak, mana shunday xatolarni oldini olishim kerak. Qo'lda har bitta kodni yozib chiqishim kerak. Misol uchun men agar hozir bu yerda bitta emas, birdaniga hamma mashinalar haqida ma'lumotni chiqaraman desam, kodim mana bunday demak uzun bo'lib ketadi. Demak, misol uchun oldin 0, 1 va ikkinchi mashinalar haqida ma'lumotlarni birdaniga konsolga uchalasini ham chiqaraman desam, kodim juda ham mana bunday uzun bo'lib ketdi. Mana bajaraman, 3 ta mashina haqida ma'lumot chiqdi. Osonroq yo'li qanday? Osonroq yo'li, keling mana boshqa usulni ko'ramiz. Biz mana bu yerda cars degan lug'at ro'yxat yaratdik. Mana cars degan ro'yxat yaratdik. Endi qarang, ro'yxatning ichiga mana bu 3 ta o'zgaruvchi, demak car 0, car 1 va car 2 degan o'zgaruvchilarni ro'yxatning ichiga soldik. Bu har bir o'zgaruvchi alohida lug'at. Demak, biz 3 ta lug'atni bitta ro'yxatning ichiga soldik. Agar men mana bu yerda, misol uchun, demak mana type cars desam, ko'rib turibsiz, list deyapti. Demak, mana bu cars degan o'zgaruvchimiz endi list, ya'ni ro'yxat bo'ldi. Ana bu ro'yxatning ichida esa bizda 3 ta lug'at bor. For sikli yordamida, demak, cars deb nomlangan ro'yxatning ichidagi har bir mashina uchun, demak har bir mashina uchun mana bu kodni takrorlagin deyapman. Ana endi bunda men mana bu lug'atlarning nomini saqlab yodlab qolishim shart emas. O'z-o'zidan demak, mana bu car degan o'zgaruvchi mana bu demak har bir lug'atni o'ziga qabul qilib oladida, ana undan keyin qiymatlarini mana bunday qilib yuqoridagi f-string yordamida konsolga chiqaradi. Ana endi men agar bu kodni bajarsam, xuddi o'sha avvalgi natijani olamiz. Mana Lacetti, Nexia, Gentra qilib, endi e'tibor bering, bu safar endi kodimiz anchagina qisqa bo'ldi. Mana yuqoridagiga nisbatan kodimiz anchagina qisqa bo'ldi va biz mana bu print funksiyasini faqat bir marta yozdik xolos. Demak, bir marta yozib mana shunday qilib chiqardik. Ana endi e'tibor bering, bizda nima bo'ldi? Mana cars degan, demak bizda ro'yxatimiz bor. Ro'yxatning ichida mana bir nechta lug'atlar bor. Mana har bitta lug'at alohida. Mana bu bitta lug'at, mana bu ikkinchi lug'at, mana bu yana bitta lug'at va hokazo. Xo'p, endi men bu lug'atlarga qanday qilib alohida murojaat qilishim mumkin? Xuddi avvalgidek biz ro'yxat bilan ishlashni bilamiz. Misol uchun cars deymanda 0 deyman. 0 desam, mana 0-lug'atning ichidagi qiymatlar, demak mana elementlar chiqib keldi. Xo'p, misol uchun men endi deylik, mana shu 0-lug'atning ichidagi modelni nomini chiqarmoqchiman. Nima qilaman? Bu ham juda oddiy. Xuddi yuqoridagi cars 0 deymanda, undan keyin yana bitta to'rtburchak qovus ochib, qovusning ichida misol uchun model deb yozaman.
Mana model deb yozdim. Biz nima deyapmiz? Demak, cars degan ro'yxatning ichidagi 0-lug'atni olib, ana shu lug'atning ichidagi model kalit so'zini qiymatini chiqargin deyapmiz. Ana kodni bossam, mana Lacetti degan qiymat chiqib keldi. Haqiqatan ham agar biz lug'atni ichini qarasak, mana 0-o'sha ro'yxatdagi model Lacetti ekan. Yoki bo'lmasa, mana shu kodni takrorlaymiz. 0-emas, misol uchun birinchi mashinani modelini bilmoqchimiz. Mana bossak, Nexia 3 deyapti. Deylik biz modelini hamda deylik rangini ham chiqarmoqchimiz. Mana bu yerda endi model emas, rang deymiz. Rang desak, mana qora deyapti. Demak, Nexia 3 rangi qora ekan. Mana shunday qilib, demak, e'tibor bering, mana bu usul bilan biz ro'yxatning ichidagi lug'atga murojaat qilyapmiz va ana shu lug'atning ichidagi kalit so'zga murojaat qilyapmiz. Demak, bu usuldan agar mana bu yerda foydalanadigan bo'lsak, e'tibor bering. Mana men cars degan o'sha ro'yxatning ichidagi mana bu ikkinchi element, ikkinchi lug'atni olib, uni rangini chiqar va modelini chiqar deyapman. Mana endi biz bu kodimizni bajarsak, mana ko'rib turibsiz, qizil Gentra degan qiymat chiqib keldi. Xo'p, yuqorida biz mana bu ko'rib turgan lug'atlaringizni birma-bir qo'lda yozib chiqdik. Lekin biz for sikli yordamida mana shunday lug'atlarni, demak, bo'sh lug'atlarni yoki bo'lmasam ma'lum bir qiymatlarga ega bo'lgan lug'atlarni for sikli yordamida ham yaratib olishimiz mumkin. Mana bu kodga e'tibor bering. Biz nima qildik? Avvalo, demak, Malibus degan bo'sh ro'yxat yaratdik. Bu bo'sh ro'yxatimiz, demak, ko'rib turibsiz, mana bu yerda ro'yxat ichida elementlari yo'q. Maqsadimiz nima? Tasavvur qiling, biz zavodda, misol uchun Malibu mashinalarini ishlab chiqaryapti. Endi biz mana shu yerda misol uchun 10 ta mashina ishlab chiqarmoqchimiz. Demak, Malibu degan zavod 10 ta mashina ishlab chiqaryapti. Biz nima qilamiz? N, mana bu N demak 0 dan 10 gacha bo'lgan qiymatlarni oladi. Endi biz nima qilyapmiz? New car demak yangi mashina, model Malibu, rangi hali aniq emas. Shuning uchun biz mana bu yerda non, ya'ni aniq emas degan qiymatni qo'yib ketdik. Esingizda bo'lsa, non haqida biz avvalgi darsimizda tanishgan edik. Demak, rangi noma'lum, yili 2020, narxi ham hozircha noma'lum. Demak, kilometr 0, sababi bu yangi mashina, hali yurmagan, korobkasi avtomat dedik. Endi biz nima qilyapmiz? Qarang. Mana bu siklning ichida bu sikl 10 marta takrorlanadi, to'g'rimi? 10 marta takrorlanadi, mana 10 gacha takrorlanadi. Demak, mana shunday takrorlanganda har gal biz bitta yangi mashina yaratyapmiz va bu mashinani yuqoridagi Malibus degan ro'yxatning ichiga qo'shib ketyapmiz. Mana bu yerda append new car qilib qo'shib ketdik. Endi qarang, men mana shu kodni bajaraman. Endi men agar Malibus degan ro'yxatni, mana Malibus degan ro'yxatni qarasam, ichida 10 ta bir xil mashina turibdi. Mana 10 ta lug'at bor. Har bitta lug'at bu alohida bitta yangi mashina. Hammasi yangi. E'tibor bersangiz, hammasi bir xil. Demak, model Malibu, rangi noma'lum, yili 2020, narxi noma'lum, kilometri 0, korobka avtomat. Hammasi bir xil. Demak, biz 10 ta bir xil mashina yaratib oldik. Endi keling nima qilamiz? Avvalo, mana shu lug'atimizni konsolga chiqaraylik, misol uchun. Mana chiqaradigan bo'lsam, mana ko'rib turibsiz, 10 ta bir xil mashinalarni chiqardik. Endi mana bu for sikli yordamida biz demak mana bu Malibus degan ro'yxatning ichidagi birinchi 3 ta elementga, ya'ni birinchi 3 ta mashinaga rangini qizil qilib bermoqchimiz. Demak, mana shu birinchi 3 ta mashinani, demak, ko'rib turibsiz, siklimiz birinchi 3 ta qiymatgacha ishlaydi. Demak, har bir Malibu degan mashinani chaqirib olib, uni rangini qizil qilib o'zgartirmoqchimiz. Xo'p, keling mana shu kodni bajaraylikda, natijani ham mana bu yerda ko'raylik. Mana endi e'tibor bering, birinchi 3 ta mashina mana bu yerda rangi qizil bo'ldi. Birinchi 3 ta mashinani qarasak, har birini rangi alohida mana qizil, qizil, qizil bo'ldi. Keyingi mashinalarning rangi hali noaniq, demak rangi hali aniq emas. Xo'p, keling endi ularni ham rangini o'zgartiramiz. Demak, 3-dan 6-gacha bo'lgan mashinalarni bu yerda e'tibor bering, esingizda bo'lsa, range'da mana bu oxirgi 6 kirmaydi. Demak, bu yerda 3-chi, 4-chi, 5-chi mashinalarning qiymatini, rangini to'g'rirog'i qora qilmoqchimiz. Demak, mana bu 3 ta mashinaning rangi endi qora bo'ladi. Mana buni ham bajardik. Hozircha natijaga e'tibor bermay turamiz. Xo'p, endi mana bu kod bilan esa, demak, for sikli bilan oxirgi 4 ta mashinani, demak 6-chi, 7-chi, 8-chi va 9-chi mashinalarni rangini qora va korobkasini esa avtodan mexanikaga o'zgartirmoqchimiz. Mana endi bu kodimizni ham bajaramiz. Ana endi qarang. Bu mashinalarni biz avvalgidek konsolga chiqaradigan bo'lsak, mana bu Malibularni konsolga chiqaradigan bo'lsak, mana endi e'tibor bering nima bo'ldi? Birinchi 3 ta mashina qizil bo'ldi, mana qizil, qizil, qizil bo'ldi. Uchalasi ham keyingi 3 ta mashina qora bo'ldi. Mana 3 ta mashina qora bo'ldi.
oxirgi 4 ta mashinani rangi qora bo'ldi, korobkasi esa endi avto emas, mexanika bo'ldi. Mana oxirgi 4 ta mashinaga e'tibor bering. Demak, korobkasi bu yerda avtodan mexanikaga o'zgartirdik. Oxirgi 4 ta mashinanikini. Xo'p, mana endi biz ko'rib turganingizdek, bularni osongina bajardik. Sababi mana bu lug'atlar hammasi ro'yxatning ichida bo'lgani uchun oddiy for sikl yordamida bir nechta lug'atlarning ichidagi qiymatlarni o'zgartirib tashladik. Mana shunday qilib biz demak undan ham murakkabroq kodlarni yozishimiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bering, biz nima qilyapmiz? Endi har bir mashina uchun hali biz narxini belgilamadik. Hammasini narxini agar e'tibor bersangiz, mana bu yerda demak narxi degan joyda non turibdi. Non degani demak narxi hali aniq emas turibdi. Narxi noaniq. Endi biz nima qilyapmiz? Yana for sikl yozdik. Malibus degan o'sha ro'yxatning ichidagi har bir Malibu uchun agar korobkasi avtomat bo'lsa, narxini $40,000 qilib belgilayapmiz. Agar aks holda esa narxini $35,000 qilib belgiladik. Xo'p, mana endi natijaga qarasak, oxirgi 4 ta mashina esingizda bo'lsa, biz korobkasini mexanika qilgan edik. Shuning uchun mana narxi $35,000 bo'ldi. Undan avvalgi mashinalar esa korobkasi avtomat bo'lgani uchun narxi $40,000 bo'ldi. Demak, mana shunday qilib biz lug'atni, demak bir nechta lug'atlarni ro'yxatning ichiga joylab, ularning qiymatlarini o'zgartirishimiz va ularning ustida ishlashni o'zimiz uchun ancha oson qilishimiz mumkin ekan. Keling endi nestingga boshqa misol ham ko'raylik. Endi bu safar biz lug'atning ichida ro'yxatlarni joylaymiz. Misol uchun mana bu yerda e'tibor bering, biz dasturchilar degan bitta lug'at yaratyapmiz. Mana bu lug'atimiz. Endi e'tibor bering, lug'atning ichida mana bu kalitlar, bu ismlar bizda Ali, Vali, Hasan, Husan, Maryam qilib bu ismlar endi kalit so'z bo'ldi. Endi e'tibor bering, har bir kalit so'zga mos keluvchi qiymatlar esa ro'yxat ko'rinishida berildi. Demak, bunda biz bitta kalitga bir nechta qiymatlar beryapmiz ro'yxat yordamida. Misol uchun biz bu yerda aytmoqchimizki, mana bu Ali Python va C++ tillarini biladi. Hasan esa PHP va SQL ni biladi. Misol uchun Maryam esa C++ va C# da ishlaydi degan ma'lumotlarni saqlamoqchimiz. Demak, agar bizda lug'atning ichida bitta kalitga bir nechta qiymatlar berish talab qilinsa, biz mana shunday ro'yxat ko'rinishida berishimiz mumkin ekan. Mana endi quyidagi misol uchun for sikl yordamida va avvalgi darsimizda o'rgangan mana bu items metodi yordamida biz dasturchilar degan lug'atning ichidagi har bir ismni va mana bu qiymatlarni biz bu yerda tillar deb nomlab oldik. Tillarni olyapmizda. Demak, har bir dasturchini ishlatadigan tilini biz konsolga chiqarmoqchimiz. Keling endi mana bu kodni bajaraylik. Konsolni tozalaymiz. Mana bu kodni bajarsak, o'ng tarafda ko'rib turibsiz, misol uchun Ali quyidagi dasturlash tillarini biladi. Python, C++. Vali quyidagi dasturlash tillarini biladi. HTML, CSS, JS va hokazo. Demak, mana shunday qilib biz ma'lumotlarni konsolga chiqardik. Endi bu yerda men bitta kichkina narsani o'rgatib ketmoqchiman. Odatda siz print funksiyasidan foydalanganingizda, demak har bir qatordan so'ng, ya'ni har bir printdan so'ng yangi qator tashlaydi. Ya'ni print funksiyasi biror bir matnni konsolga chiqargandan keyin qatorning oxiriga keyingi qatordan boshlash belgisini qo'yib ketadi. Shuning uchun keyingi matnlar e'tibor bering, alohida qatordan chiqyapti. Buni oldini olish uchun biz bor yo'g'i mana bunday qilib, mana bu yerda e'tibor bering, print funksiyasida, mana print funksiyasining ichida virgul qo'yib, mana bu argumentni beryapmiz. And barobar mana bu demak bo'sh, demak bir tirnoq yoki qo'sh tirnoq ochib qo'yishimiz mumkin. Biz bu yerda nima demoqchimiz? Print funksiyasining oxirini, demak end degani bu oxiri degani, oxirini mana bu qiymat bilan almashtirgin deyapmiz. Bu demak matnni chiqarganda oxirida keyingi qatorga o'tmasdan chiqaradi. Agar men mana shu kodni bajarsam, keling ikkinchi kodni ham bajaraylik. Mana hammasi bir qator bo'lib yozildi. Yana bir misol ko'ramiz nestingga, ya'ni mana shunday qilib nestingdan foydalanishni ham bitta misolni ko'ramiz. Bu safar lug'atlarning ichiga boshqa lug'atlarni joylashni ko'ramiz. Bunday qilish aslida demak agar juda ham majbur bo'lmasangiz tavsiya qilinmaydi. Sababi lug'atingiz biroz murakkablashib ketadi. Uni ustida ishlash ham ozgina murakkabroq bo'lishi mumkin. Lekin talab qilinsa mana shunday qilishimiz mumkin. Biz bu yerda endi nima qilyapmiz? Mana bunday e'tibor bering. Hamkasblar degan lug'at yaratyapmiz. Lug'atning ichida kalit bu hamkasbimizning ismi, demak Ali, Vali yoki Hasan bu kalitlar. Endi qiymatlarni esa alohida lug'at ko'rinishida beryapmiz. Mana e'tibor bering, misol uchun Ali haqidagi ma'lumotlar, familiyasi, tug'ilgan yili, ma'lumoti
va qaysi tillarni biladi. Buni biz alohida lug'at qilib berdik. Mana shunday qilib biz mana bu bitta lug'atning ichida yana 3 ta lug'at saqladik. Alohida 3 ta lug'at saqladik, to'g'rimi? Demak, birinchi mana bu katta lug'atning kalitlari Ali, Vali va Hasan va har bir kalitga to'g'ri keluvchi qiymatlar esa alohida lug'at bo'ldi. Endi biz mana shu lug'at ichidagi ma'lumotlarni chiqarmoqchi bo'lsak, avvalgidek mana bu items metodidan foydalanamiz. Endi bu yerda e'tibor bering, men uzunroq bir ma'lumot chiqaryapman f-string yordamida. Buni demak siz o'zingiz mana shu kodlarni men GitHubga yuklab qo'ydim. Ochib, kodlarni bemalol tahlil qilib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni biz bu yerda nima chiqarayotganimizni, bu yerda qiyin joyi yo'q. O'rgangan narslarimiz, demak, birinchisi misol uchun ism, keyin esa familiyasini chiqaryapmiz. Keyin esa tug'ilgan yilni chiqaryapmiz, undan keyin ma'lumotini chiqaryapmiz, undan keyin esa qaysi dasturlash tilini bilishini chiqaryapmiz. Mana bu yerda e'tibor bering, endi boyagi aytganimizdek nesting, ya'ni qavat-qavat bo'lib, bir necha qavat bo'lib ketdi. Lug'atning ichida lug'at, mana bu lug'atning ichida esa ro'yxat ham bor. Ana endi biz mana bu for siklimizni bajaramiz. Kodimizni bajarsak, o'ng tarafga e'tibor bering, har bir hamkasb haqida ma'lumot chiqdi. Demak, Ali Valiyev 95-yilda tug'ilgan, ma'lumoti oliy, quyidagi dasturlash tillarini biladi, Python, C++. Endi mana bu qismini, Python va C++ qismini ham alohida mana bu for sikli yordamida chiqarib oldik. Bu yerda biz mana bu info degan, endi qarang, info deb biz mana bu hamkasblar ichidagi qiymatni oldik, lekin infoni o'zi ham lug'at bo'lyapti. Chunki bizda info mana bu qismi, demak, qiymat qismi ham alohida lug'at. Shuning uchun biz lug'atning ichidagi tillar degan kalit so'zga murojaat qilyapmiz va tillarni ham mana bunday qilib print funksiyasi yordamida konsolga chiqarib oldik. Demak, bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat edi. Albatta sahifamizga o'ting. Demak, sahifamizda men bir nechta mashqlar qoldirganman. Ana shu mashqlarni bajaring. Javoblarini esa bizning GitHub sahifamizda yoki repl.it sahifasida ham ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Avvalgi darslarimizda biz esingizda bo'lsa input funksiyasi haqida gaplashgan edik. Input funksiyasi odatda foydalanuvchidan ma'lum bir ma'lumotni qabul qilib olish uchun kerak. Va endi har qanday dastur bu foydalanuvchilar uchun tuzilgani uchun mana shunday demak inputga o'xshagan funksiyalar, ya'ni bundan boshqa funksiyalar ham bor, foydalanuvchi bilan muloqot qilish uchun dasturning katta qismi bo'ladi. Shuning uchun biz input bilan ishlashni yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, biz input bilan tanishganimizda aytgan edik. Mana kodimizga e'tibor beraylik. Mana bu yerda misol uchun mana input deb, inputning ichida biz biror bir savolni qo'yamiz. Ya'ni foydalanuvchi mana shu savolga javob berish kerak. Va bu input funksiyasidan qaytgan qiymatni esa ma'lum bir o'zgaruvchiga yuklashimiz mumkin. Mana bu yerda biz demak, mana bu inputdan qaytgan qiymatni ism degan o'zgaruvchiga yuklayapmiz. Agar biz mana shu yerda kodimizni bajarib, mana ismingiz nima dedi? Men Anvar deb yozsam, mana endi bemalol misol uchun print ism desam, ko'rib turibsiz, Anvar degan ism chiqib keldi. Demak, ism degan o'zgaruvchi paydo bo'ldi. Mana bu yerda ham qiymatini ko'rishingiz mumkin va bu o'zgaruvchining ichida Anvar degan matn saqlandi. Mana bu demak input funksiyasining ichidagi matn savol deyiladi. Ingliz tilida prompt deyiladi. Demak, o'zbekchasiga savol. Mana shu savolni biz alohida matn ko'rishda ham saqlab olishimiz mumkin. Bunday qilishimizdan maqsad nima? Ba'zida foydalanuvchiga murojaat qilayotganda, savol qo'yayotganda qandaydir bir shaxsiy, ya'ni uni ismi orqali ham murojaat qilishimiz mumkin. Mana bu yerda e'tibor bering, men yuqorida avval foydalanuvchining ismini so'radimda, ana undan keyin mana bu yerda savol degan bitta matn yaratib oldim. Mana ahamiyat bering, savol degan o'zgaruvchiga biz mana bu matnni yuklayapmiz. Endi bu matnning ichida mana ism degan yuqoridagi foydalanuvchining ismini ham qo'shib yubordik. Ana endi qarang, men nima qilaman? Mana bu yerda foydalanuvchining yoshini so'raganda input funksiyasining ichiga mana shu savolni yuklayapman. Mana endi agar men bu kodni bajarsam, ismingiz nima? Ismimni kiritaman, Anvar desam, salom Anvar, yoshingiz nechida degan savol chiqib keldi. Ya'ni endi bu yerda foydalanuvchiga murojaat qilganimizda shaxsiy ismi orqali murojaat qildik. Ya'ni endi men yoshimni ham kiritishim mumkin. Xo'p, endi qarang. Yuqorida o'zgaruvchilarga e'tibor bersangiz, mana bu yerda demak yosh degan o'zgaruvchi 56 degan, mana men 56 deb kiritgan edim, 56 bo'lib chiqdi. Lekin agar biz mana turini qarasak, ya'ni yoshni ma'lumot turini qarasak, string, ya'ni matn ko'rinishi turibdi. Mana shu yerda men misol uchun type yosh desam, ko'rib turibsiz, demak string deyapti.
Bu nima degani? Bu aslida yosh biz kiritganimizda raqamlarni kiritdik. Lekin input funksiyasi bu raqamlarni demak qabul qilib olganda matn ko'rinishida qabul qilib oladi ekan. Shuning uchun biz bu matnni misol uchun agar biz bu yoshdan keyinchalik foydalanadigan bo'lsak, turli arifmetik amallar bajaradigan bo'lsak, albatta endi butun son, ya'ni integer yoki bo'lmasam float ko'rinishiga o'tkazib olishimiz kerak. Ya'ni o'nlik son ko'rinishiga o'tkazib olishimiz kerak. Mana bu yerda men bitta kod yozaman. Bu yerda qarang, endi foydalanuvchining yoshini so'raymizda, yoshini mana integer ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Undan keyin foydalanuvchining bo'yini so'raymiz, ya'ni bo'yingiz necha metr deymizda va bo'yini esa endi float, ya'ni o'nlik son ko'rinishiga o'tkazib olamiz. Mana endi bu kodni bajaradigan bo'lsak, chap tarafdagi kodni bajarsak, ismingiz nima? Misol uchun Olim deymiz. Salom Olim, yoshingiz nechida? Misol uchun 30 deymiz. Bo'yingiz necha metr? Misol uchun 1.80 deymiz. Endi qarang, bu yerda e'tibor bering, agar men print height desam, demak height ingliz tilida bo'y degani mana desam 1.8 bo'lib chiqib keldi. Mana bu yerda ham demak mana height bu bo'yi, foydalanuvchining bo'yi float, ya'ni o'nlik son ko'rinishida turibdi. Buni qulayligi albatta endi men buni ustida turli xil matematik amallar bajarishim mumkin. Misol uchun height plus 2 deyishim mumkin. Mana 3.8 bo'ladi va hokazo. Shuning uchun biz foydalanuvchidan qabul qilib olgan matnni albatta agar bizga u son ko'rinishda kerak bo'lsa, mana bu int yoki float funksiyalari yordamida songa o'tkazib olishimiz kerak. Ya'ni butun songa yoki bo'lmasam o'nlik songa o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda e'tibor bersangiz, bizning dasturlarimiz faqat bir marta ishlayapti. Ya'ni mana dasturni bajardik, dastur bajarilib bo'ldi-da, tugadi dastur. Xo'p, qanday qilib biz dasturni toki o'sha foydalanuvchining o'zi xohlaguncha, ya'ni foydalanuvchining o'zi xohlab chiqib ketmaguncha takrorlashimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu yerdagi yangi, demak bugun o'rganadigan mavzuyimiz while siklidan foydalanamiz. While sikli, birinchi oddiy misol ko'raylik. While siklining maqsadi, demak o'zi bu so'z ingliz tilida toki deb tarjima qilinadi. Toki mana shu shart qanoatlantirilganga qadar bajarilaveradi. Demak, toki, demak while ni biz tarjima qilsak, toki son 5 dan kichkina bo'lsa, mana bu qatorlarni bajar. Mana shunday qilib tushunsak bo'ladi demak. Bu yerda biz e'tibor bering, nima qildik? Songa 1 degan qiymatni berdik. Mana bu yerda demak while, demak toki son 5 dan kichkina bo'lsa. Mana shu yerda demak shart tekshiriladi. Son 5 dan kichkinami yoki yo'q. Bu yerda demak son 5 dan kichkinami? Biz bu yerda songa 1 degan qiymat berganimiz uchun, demak son 5 dan kichkina. Shuning uchun mana bu ikkita qator bajariladi. Biz bu yerda nima qilyapmiz? Biz bu yerda mana shu sonni konsolga chiqaryapmiz. Ana undan keyin mana bu operatorga e'tibor bering. Son plus barobar 1 dedik. Bu aslida mana bu qator, agar men buni tushunarli qilib yozadigan bo'lsam, yuqoridagi mana son barobar son plus 1 degani. Ya'ni biz endi sonimizga bir qiymatini qo'shib ketyapmiz. Mana bu pastdagi kod va mana bu yuqoridagi kod ikkalasi bir xil. Demak, mana bu operator yordamida ko'rib turibsiz, plus barobar operatori yordamida chap tarafdagi o'zgaruvchiga yoki qiymatga o'ng tarafdagi o'zgaruvchi yoki qiymatni qo'shishimiz mumkin. Demak, bu ham bir yangi element, o'rganib ketaveraylik. Demak, bu yerda biz kodimiz nima bo'ldi? Biz kodimizning maqsadi 1 dan 5 gacha sanaydigan bir oddiy kod yozdik. Demak, birinchi sonimiz 1 ga teng bo'ldi. Keyin mana shu 1 ni biz konsolga chiqaramiz. Undan keyin mana shu 1 ga yana 1 qo'shamiz, son 2 ga teng bo'ladi va siklimiz yana qaytadan boshlanadi. 2 5 dan kichkina bo'lgani uchun, demak, sonni yana konsolga chiqaramiz. Undan keyin sonning qiymatini bittaga oshiramiz, son 3 ga teng bo'ldi va hokazo toki son, demak, o'sha 5 dan katta bo'lguncha sikl qaytariladi. Son 6 ga teng bo'lganda mana bu sikl, mana bu shart bajarilmaydi. Son 6 ga teng bo'lganda mana bu shart bajarilmagani uchun endi kodimiz sikldan chiqib ketadi-da, undan keyingi kodni bajaramiz. Misol uchun mana bu yerda biz qo'shib qo'yishimiz mumkin. Mana dastur tugadi deb yozib qo'yishimiz mumkin. Mana endi biz siklni bajaradigan bo'lsak, o'ng tarafga e'tibor bering. Bajaramiz. Mana 1 2 3 4 5 dastur tugadi degan kod chiqib keldi. Mana biz 5 gacha sanaydigan oddiy kod yozdik. Bu yerda biz mana while, ya'ni toki degan o'sha komanda while siklidan foydalandik. Keling endi mana shu while siklini qanday qilib foydalanuvchidan qabul qiladigan input bilan, input funksiyasi bilan foydalanishni ko'ramiz. Mana bu yerda men yangi dastur yozdim. Bu dastur demak kiritilgan sonning kvadratini qaytaruvchi dastur. Demak, bu biror son, foydalanuvchidan biror bir sonni so'raydi-da, mana shu sonni kvadratini hisoblab foydalanuvchiga ko'rsatadi. Xo'p, birinchi biz savolni tuzib olyapmiz. Demak, savolimiz
istalgan sonni kiriting deyapmizda, undan keyin yana bitta qiymat qo'shyapmiz. Mana bu yerda e'tibor bering, yana mana shu plus barobar degan komandadan foydalandik. Biz bu yerda nima qilyapmiz? Mana bu savol degan birinchi matnimizga mana bu ikkinchi matnni ham qo'shyapmiz. Istalgan son kiriting dedikda, ikkinchi matnimiz dasturni to'xtatish uchun exit deb yozing dedik. Endi qarang, bizning maqsadimiz agar foydalanuvchi son kiritmasdan exit komandasini yozsa, dasturimiz bajarishdan to'xtash kerak. Endi biz mana bu yerda qiymat degan, demak, bo'sh matn yaratib oldik. Demak, bu qiymat bo'sh matn. Endi nima qilamiz? Toki mana bu qiymat, demak, qiymat degan matn exitga teng bo'lguncha, ya'ni bo'lmaguncha bu yerda mana bu endi belgiga e'tibor bering, teng bo'lmasa deyapmiz. Demak, agar mana bu qiymat exitga teng bo'lmasa, unda biz foydalanuvchidan qiymat kiritishni so'raymiz. Demak, mana bu savol endi yuqoridagi savol bilan bir xil bo'ladi. Foydalanuvchidan mana shu savolni so'raymiz. Foydalanuvchi kiritgan qiymatni endi mana bu avvalgi yaratib olgan mana bu o'zgaruvchiga yuklaymiz. Ana endi tekshiramiz. Agar qiymat exitga teng bo'lsa, ya'ni teng bo'lmasa to'g'riroq bu yerda. Agar qiymat, foydalanuvchi kiritgan qiymat exit degan matnga teng bo'lmasa, unda biz mana bu qiymatni kvadratini hisoblaymiz. Mana bu yerda e'tibor bering, float funksiyasi yordamida qiymatni matndan o'nlik songa o'tkazib oldik. Endi o'sha o'nlik sonni kvadratini hisobladik va print yordamida konsolga chiqardik. Agar qiymat misol uchun bu yerda exit bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi mana bu yerda exit degan qiymatni kiritsa, unda mana bu shart bajarilmaydi. Bajarilmaydi, dastur o'z-o'zidan tugaydi. Keling, mana bu dastur tugadi degan kodimizni pastga ko'chirib qo'yaylik. Bu yerga ko'chiraylikda. Va endi kodni bajaramiz. Qarang, istalgan son kiriting. Dasturni to'xtatish uchun esa exit deb yozing deyapti. Men bu yerga 5 deyman. Mana 5 ning kvadrati 25. Yana qaytadan istalgan son kiriting, dasturni to'xtatish uchun exit deb yozing deyapti. Demak, bu yerda mana bu qiymat exit bo'lmagani uchun mana bu sikl takrorlanaveradi. Ya'ni to'xtamasdan takrorlanadi. Yana birorta son kiritaman. 4 desam 16, yana son so'rayapti. 3 desam 9, 65 desam mana 4200. Istalgan sonlarni kiritaveraman. Ya'ni endi dasturimiz toki foydalanuvchi exit deb yozmaguncha davom etaveradi. Ana endi men mana shu yerda hozir exit deb yozsam, mana exit deb yozsam, mana dastur tugadi degan xabar chiqib keldi. Demak, bunga biz qanday qilib erishdik? Foydalanuvchidan olgan qiymatni tekshirdik. Agar mana shu qiymat exitga teng bo'lmasa, mana bu kod bajariladi. Agar qiymat exitga teng bo'lsa, unda print dastur tugadi. Ya'ni sikl bajarilmaydi, qatordan keyingi demak kodga o'tib ketadi. Endi bu yerda e'tibor bering, biz bitta shart qo'ydik. Demak, mana shu while sikli bajarilishi uchun bir dona shart qo'ydik. Lekin ba'zida bizda dastur davomida bir emas, bir nechta shartlarni tekshirish talab qilinishi mumkin. Ya'ni dasturni to'xtatish uchun bitta shart emas, bir nechta shart bajarilishi mumkin. Oddiy misol uchun o'yin tasavvur qiling, siz o'yin o'ynayapsiz. O'yinda siz yutqazishingiz uchun turli shartlar bo'lishi mumkin. Misol uchun bir joyga tushib ketdingiz, o'yin to'xtadi. Yoki bir narsaga tegib ketdingiz, o'yin to'xtadi. Yoki kimdir sizni o'sha o'yinning ichida otib qo'ydi, o'yin to'xtadi. Ya'ni o'yin to'xtashi uchun shartlar ko'p bo'ladi. Mana shunday shartlarni tekshirish uchun odatda bitta ishora o'zgaruvchi yaratib olish to'g'ri bo'ladi. Demak, ishora bu ingliz tilida flag deb ataladi. Ishora o'zgaruvchi nima? Keling, mana bu yerda shu yuqoridagi kodimizni boshqa ko'rinishda qilamiz. Mana bu kodlarni men o'chirib turaman. Mana bu qismi bir xil. Yuqoridagi dasturimiz bilan bir xil. Demak, biz foydalanuvchidan istalgan son kiritishni so'rayapmiz. Endi qarang, mana bu yerda biz ishora degan o'zgaruvchi yaratdik va uni qiymatini true deb qo'ydik. Endi qarang, siklimizda while ishora dedik. Ya'ni while ishora bizda true degani, ya'ni to'g'ri turibdi. Toki mana shu ishora true bo'lguncha, ya'ni mana shunday holatda turganda mana bu kod bajarilaveradi. Qachonki ishora false bo'lsa, kod bajarilishdan to'xtaydi. Endi biz nima qilyapmiz? Mana foydalanuvchidan qiymat kiritishni so'radik. Qiymatni tekshirdik. Agar qiymat exitga teng bo'lsa, unda mana bu ishora false bo'ladi. Ishora false bo'lgandan keyin o'z-o'zidan dastur to'xtaydi. Mana pastga endi biz mana bu yerga qo'shib qo'ysak bo'ladi. Print dastur to'xtadi. Mana kodimizni bajaramiz. Mana o'ng tarafda e'tibor bering, istalgan son kiriting deyapti. Masalan, 23 deymiz, kodimiz bajariladi. 65 deymiz, kodimiz bajariladi. 89 deymiz, kodimiz bajariladi. Ana endi men bu yerda exit deb yozsam, mana dastur
o'z-o'zidan to'xtaydi. Nima uchun? Chunki mana bu ishoraga e'tibor bering, false bo'lib qoldi. Ya'ni avval true edi. Biz ishorani false qilganimiz uchun o'z-o'zidan mana bu sikl bajarilishi to'xtaydi. Chunki bu sikl bajarilishi uchun sikldan keyingi kelgan shart har doim true bo'lishi kerak. Bizda esa boshida true edi, keyin dastur davomida false bo'lib qolib, demak siklimiz bajarilmay to'xtab qoldi. Mana shunday qilib biz bu yerda bor yo'g'i bitta shart yordamida ishorani o'zgartirdik. Aslida shartlar ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa shartlarni ham tekshirib, ana shu shartlar bajarilganda ham ishorani demak false qilib o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, dasturni to'xtatish yo'llari ko'p. Mana shunday yo'llardan biri, demak biz hozir ishora yordamida to'xtatishni ko'rdik yoki bo'lmasam shartni tekshirish yordamida to'xtatishni ko'rdik. Yana bir usuli mana bu break. Ya'ni break degani ingliz tilida odatda sindirish yoki to'xtatish deb tarjima qilsak bo'ladi. Keling endi break yordamida biror bir o'sha siklni to'xtatishni ham ko'ramiz. Yana o'sha siklimiz, kodimiz o'sha hali ham demak biror bir sonni kvadratini hisoblayapmiz. Demak yuqoridagi matn hech narsa o'zgartirmadik, faqat mana bu yerda e'tibor bering, siklni true deb qo'ydik. True deb qo'ydik, ya'ni qo'lda yozib qo'yganimizdan keyin bu endi abadiy sikl bo'ldi. Bu sikl har doim doimiy takrorlanib yotadi, to'xtamasdan takrorlanadi bu. Abadiy sikl bo'ldi. Endi bu siklni to'xtatish uchun biz mana bu yerda ichkarida break operatoridan foydalanyapmiz. Bu break operator qachon ishlaydi? Qachonki mana bu qiymat exitga teng bo'lganda biz break deyapmiz. Break degani o'sha to'xtatish, siklni to'xtatadi. Kodimiz o'sha, demak while true abadiy sikl bu, sikl aylanib yotadi. Qiymat o'sha foydalanuvchidan biror bir qiymat olamiz. Endi tekshiramiz. Agar qiymat exitga teng bo'lsa, unda break deymiz. Ya'ni birdan siklni to'xtat. Keyingi shartlar hatto tekshirib ham o'tirmaydi, bajarilib ham o'tirmaydi-da, kodimiz birdan mana shu joyda to'xtaydi va biz bu yerda misol uchun yana bir marta dastur tugadi deb xabar chiqarishimiz mumkin. Mana endi kodni bajaramiz. Bajarsak, mana o'ng tarafda istalgan son kiriting deb so'rayapti. Biz bu yerda misol uchun mana son kiritsak, kodimiz ishlayveradi. Agar exit deb yozsak, yana o'sha kodimiz to'xtab chiqib ketadi. Bu yerda demak to'xtatish uchun biz endi break operatoridan foydalandik. Break operatorini biz faqatgina while sikli uchun emas, for sikli uchun ham qo'llashimiz mumkin. Esingizda bo'lsa, biz for siklini ham o'rgangan edik. Mana bu yerda boshqa bir misol ko'ryapmiz. Misol uchun e'tibor bering, mana biz sonlar degan bitta ro'yxat yaratib oldik. Bu sonlarning ichida 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar kiradi. Endi men nima qilmoqchiman? Mana shu sonlarning ichidagi har bir son uchun ana shu sonning kvadratini hisoblamoqchiman. Lekin men bu yerda nima deb qo'ydim? Agar son 5 ga teng bo'lsa, kodni to'xtatgin dedim. Ya'ni endi bu 1 dan 10 gacha emas, balki demak mana kodni bajaradigan bo'lsak, 1 dan o'sha 4 gacha bo'lgan sonlarning kvadratini chiqaradi. Mana bajarsak 1 ning kvadrati 1 ga, 2 ning kvadrati 4 ga, 3 ning kvadrati 9 ga, 4 ning kvadrati 16 ga teng deb chiqdi. Lekin u yog'iga dastur to'xtab qoldi. Nima uchun? Chunki biz mana bu yerda shart qo'ydik, agar son 5 ga teng bo'lsa, break, ya'ni siklni to'xtatgin deb shart qo'yganimiz uchun mana shunday bo'ldi. Endi breakning aksi ham bor, bu continue deb ataladi. Continue degan operator yordamida biz siklni ichida bitta qadam tashlab o'tib ketishimiz mumkin. Ya'ni siklning ichida qaysidir bir shart bajarilganda, undan keyingi komandalar bajarilmaydi-da, mana shu continue, misol uchun continue operatori chiqqanda siklni boshiga qaytib ketadi. Mana bu yerda hozir e'tibor bering, mana shu kodni bajaraman, qani siz biror narsa sezasizmi? Mana natijalar chiqib keldi mana bu yerda. Agar natijalarga e'tibor bergan bo'lsangiz, biz bu yerda shart qo'ydik. Agar son 5 ga teng bo'lsa, continue, ya'ni continue siklni boshiga qaytgin dedik. Mana bu komanda bajarilmadi. Shuning uchun agar biz mana bu qiymatlarga e'tibor bersak, bu yerda 5 ning kvadrati yo'q endi. 4 ning kvadrati bor, 4 dan keyin 6 ga o'tib ketdi. Nima uchun unday bo'ldi? Chunki mana bu continue operatori keyingi kodni bajarmasdan siklni boshiga qaytib ketdi. Demak, mana shunday break, continue kabi operatorlarni ham bilib qo'ying, sababi kelajakda dasturlarning ichida qayerda u kerak bo'lib qolishini bilmaysiz. Ya'ni shunday holatlar bo'ladi, dasturni to'xtatish emas, balki siklni boshdan boshlab talab qilinsa, ana shunday holatlarda siz continue dan foydalanishingiz mumkin. Mana bu kodga e'tibor bering. Biz endi bu yerda mana bu while ning ichida continue dan foydalanyapmiz. Bu kodimiz nima qiladi? Qarang. Biz boshlanishiga son degan o'zgaruvchi yaratdik va unga 0 qiymatini berdik. Endi nima qilyapmiz? Toki son 10 dan kichkina ekan, mana bu songa demak 1 ni qo'shyapmiz. Demak, avval 0 edi, 1 bo'ldi. Ana endi tekshiryapmiz. Mana bu operator esingizda bo'lsa, sonni qoldig'i bormi yoki yo'qmi tekshiradi. Demak, biz aytayapmizki, demak sonni 2 ga bo'lyapmizda, agar bu sonni
qoldig'i bo'lmasa, demak qoldig'i bo'lmasa, unda kod yana boshiga qaytgin deyapmiz. Agar sonni qoldig'i bo'lsa, unda mana bu sonni konsolga chiqargin deyapmiz. Agar biz bu kodning natijasiga qaraydigan bo'lsak, juft sonlar chiqib keldi. Mana 2, 4, 6, 8, 10. Chunki mana bu shart sonni juft yoki toq ekanligini tekshiruvchi shartlardan biri. Agar biz mana shu yerda teng emasning o'rniga teng degan shartni qo'ysak, endi kodga e'tibor bering, endi juft sonlar emas, toq sonlar konsolga chiqib keldi. Demak, mana bu modul 2 operatori yordamida biz sonning qoldig'ini tekshirishimiz mumkin va mana bu shart yordamida esa biz sonni, demak, o'sha juft son yoki toq son ekanligini tekshiryapmiz. Bu yerda aytayapmizki, agar son 2 ga bo'linsa, ya'ni son juft bo'lsa, unda konsolni boshiga qaytgin, mana buni bajarmagin deyapmiz. Aks holda mana buni bajargin deyapmiz. Shuning uchun konsolga faqatgina toq sonlar chiqib keldi, juft sonlar chiqmadi. Sikllar bilan ishlaganda biz abadiy sikl yaratib qo'yishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Abadiy sikl degani bu doimiy to'xtamasdan takrorlanib yotadigan sikl. Odatda bu turli xil mantiqiy xatolar natijasida kelib chiqadi va natijada dasturimiz biz xohlagandek ishlamaydi. Siklga tushib qoladida, o'sha dasturning bir qismi bajarilib yotaveradi. Abadiy sikl bu ko'p uchraydigan xato, ya'ni dasturchilar odatda bilib bilmasdan shunday xatoni qilib qo'yishadi. Shuning uchun demak, sikllarni tekshirib borishimiz kerak bo'ladi va yuqorida aytganimizdek, ko'pincha bu abadiy sikl o'sha mantiqiy xatoni natijasida kelib chiqadi. Mana bu kodga e'tibor bering, biz nima qilyapmiz? Demak, xuddi yuqoridagi kabi biz o'sha sonlarni, toq sonlarni yoki juft sonlarni konsolga chiqarmoqchimiz. Bu yerda o'sha yuqoridagi kodning o'zi son 0 ga teng bo'ldi, toki son 10 dan kichkina bo'lguncha biz mana bu shartni tekshiryapmizda. Agar bu yerda o'sha sonimiz, mana keling bu yerda shart qo'yib ketaylik. Demak, bu yerda agar sonimiz toq son bo'lsa, boshiga qaytyapmiz, siklni boshiga qaytamiz. Agar sonimiz juft son bo'lsa, ya'ni aks holda sonimiz juft son bo'lsa, unda o'sha sonni konsolga chiqaramiz. Ana endi men agar bu kodni bajarsam, konsolga 0 chiqib turibdi. Ya'ni biz kutgan natija chiqmadi. Va bu dastur e'tibor bersangiz to'xtamayapti. Ya'ni pastga tushib ketaversam, davom etib yotibdi. Endi dasturni qanday qilib to'xtatishimiz mumkin? Agar Spider'da bo'lsangiz, mana shu joyda siz yoki yuqorida mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana bu tugma bor, qizil tugma, shuni bosishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam klaviaturada Ctrl C ni bossangiz, mana dastur to'xtaydi. Keyboard interrupt dedi, demak to'xtatdik dasturni. Bu yerda nima xato bo'ldi? Bu yerda biz mana bu yerda son, o'sha songa bir qo'shish esimizdan chiqib qoldi. Mana endi bajarsak, mana juft sonlar chiqib keldi. Bitta mana shu qator qolib ketgani uchun biz abadiy siklga tushib qoldik. Yoki bo'lmasa mana ikkinchi misolni ko'ramiz, yana xuddi shu kodni o'zi yana bajaramiz. Mana yana abadiy siklga tushib qoldik. Endi bu yerda konsolga hech narsa chiqmayapti, lekin dasturimiz to'xtamayapti. Bu yerda nima bo'ldi? Bu kodni ham to'xtataylik hozircha. Ctrl C ni bosamiz. Mana bu yerda e'tibor bering, biz noto'g'ri yozib qo'ydik. Mana bu qo'shuv, bir qo'shishni asli tepada bo'lish kerak edi. Bu yerda biz nima xato qildik? Komandalarni ketma-ketligida xato qilib qo'ydik. Bu ham ko'p uchraydi. Ya'ni ba'zida siz masalan +1 noto'g'ri joyga yozib qo'yganimiz uchun mana bu abadiy siklga tushib qoldik. Buni ham e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni ba'zida mana shunday xatolik ham bo'lib turadi. Ayniqsa sikllar uzun bo'lganda, ichida bir nechta sikllar bir-birini ichida kelganda, sikllar ichida bir nechta funksiyalar, bir nechta komandalar bajarilganda bunday xato bo'lishi demak tez-tez uchrab turadi. Shuning uchun bunday xatolarni ham tekshirib turishimiz kerak ekan. Yana bitta misol ko'ramiz abadiy siklga. Mana pastda bunga e'tibor bering. Xo'p. Ana endi men bu kodni bajaradigan bo'lsam, kodim to'xtamasdan bajarilyapti. Qarang, oxiri yo'q, ya'ni ketyapti. To'xtatamiz kodimizni Ctrl C bilan. Bu yerda nima bo'ldi? Bu yerda men mana bu shartni noto'g'ri yozib qo'ydim. Son, demak bu yerda aslida yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz 10 dan kichkina bo'lsa degan edim. Bizda men bo'lsa xato yozib qo'yib, misol uchun son 0 dan katta bo'lsa deb yozib qo'ydim. Ya'ni ba'zida sikl qanday ishlashini tushunmaslik natijasida ham noto'g'ri shart yozib qo'yishimiz mumkin. Shartimiz doimiy bajariladigan shart bo'lib qolsa, siklimiz ham abadiy bajariladigan sikl bo'lib qoladi. Shuning uchun sikllar bilan ishlaganda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qisqacha bugun uchun mana shu edi darsimiz. Keyingi darsimizda biz while sikli bilan yana ham yaqindan tanishamiz. U bilan turli xil o'sha ro'yxatlar bilan yoki bo'lmasam avval o'rgangan o'sha lug'atlar bilan ishlashni o'rganamiz va hokazo. Demak, bu while sikli bilan ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Hozircha esa demak o'sha sahifamizga o'tasiz. Sahifamizda bir nechta amaliy mashg'ulotlar qoldirganman. Mana shu amaliy mashg'ulotlarni albatta bajaring. Javoblarni ham o'sha yerda berganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.
Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni davom etamiz. Avvalgi darsimizda biz while sikli bilan tanishdik. Bugun mana shu while sikli bilan ro'yxatlar va lug'atlar ustida ishlashni o'rganamiz. Keling biz mana bu yerda birinchi misolni ko'raylik. Biz bu yerda demak o'sha while sikli yordamida bir ro'yxatni shakllantirmoqchimiz. Mana bu dasturimiz demak yaqin do'stlaringiz ro'yxatini tuzamiz deb yozdik. Boshida demak o'sha foydalanuvchini do'stlarini ro'yxatini tuzmoqchimiz. Bu yerda biz avval boshlanishiga ismlar degan bo'sh ro'yxat yaratib oldik. Mana ko'rib turibsiz. Demak bu list, bo'sh list. Undan keyin mana bu yerda men n degan o'zgaruvchi yaratib oldim. Bu foydalanuvchiga bir ismlarni sanashda qulay bo'lish uchun bir ko'rsatkich belgi qilib ishlatamiz buni. Pastroqda hozir ko'rasiz. Mana endi biz mana bu yerda while siklimizni boshladik. While siklimiz ko'rib turibsiz, mana true deb qo'ydik. Abadiy aylanadi toki mana bu ichkaridagi break operatori bajarilgunga qadar. Xo'p, birinchi mana savol, demak savol degan o'zgaruvchi yaratib olyapmiz. Bu matn. Endi matnga e'tibor bering. N. Mana bu n esa 1 ga teng, esingizda bo'lsa, birinchi do'stingizni ismini kiriting deb foydalanuvchidan so'rayapmiz. Mana bu yerda demak o'sha mana bu savolni, mana bu inputni ichiga joylaymiz va foydalanuvchidan qandaydir bir ism qabul qilib olamiz. Demak, bu ism degan o'zgaruvchida endi foydalanuvchi kiritgan o'sha do'stining ismini saqlaymiz. Ana undan keyin mana shu ism degan o'zgaruvchini ismlar degan ro'yxatga append metod yordamida qo'shamiz. Ana undan keyin men yana bir savol so'rayapman foydalanuvchidan. Demak, yana ism qo'shasizmi? Ha yoki yo'q deb so'rayapmiz. Bu yerda demak foydalanuvchiga tanlash imkonini beryapmiz. Foydalanuvchi ha yoki yo'q deb kiritishi mumkin. Va mana shu kiritgan matnni biz mana bu takrorlash degan o'zgaruvchiga yuklab olyapmiz. Mana bu yerda e'tibor bering, biz nima qildik? Endi n ga bir qiymatini qo'shdik, ya'ni keyingi safar siklimiz boshidan qaytib kelganda mana bu yerda n 2 ga teng bo'ladi va ikkinchi do'stingizning ismini kiriting deb so'raydi. Mana bu yerda esa biz mana bu shartni tekshiryapmiz. Ya'ni agar foydalanuvchi ha deb kiritmagan bo'lsa, mana e'tibor bering, ha deb kiritmagan bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi ism qo'shmoqchi emas. Bunday holatda biz mana bu while siklini tugatamizda kodimizni davomiga o'tib ketamiz. Kodimizning davomida esa do'stlaringiz ro'yxati deb mana bu ismlar degan ro'yxatning ichidagi har bir ismni biz demak konsolga chiqarmoqchimiz. Keling mana dasturni bajaraylik. Yaqin do'stlaringiz ro'yxatini tuzamiz. Birinchi do'stingizning ismini kiriting. Misol uchun men yozaman. Mana Olim deyman. Yana ism qo'shasizmi? Ha deymiz. Mana siklimiz yana boshiga qaytdi. Bu safar e'tibor bering, endi ikkinchi do'stingizning ismini kiriting deyapti. Nima uchun? Chunki biz mana bu yerda n ga +1 qiymatini qo'shib olgan edik. Xo'p, ikkinchi do'stimizning ismini qo'shamiz. Misol uchun Valijon deymiz. Yana ism qo'shasizmi? Ha. Misol uchun Hasan deymiz. Yana ism qo'shasizmi? Yo'q deymiz. Yo'q desak, mana endi do'stlaringiz ro'yxati deb Olim, Valijon, Hasan bo'lib, bularning hammasi o'sha konsolga chiqib keldi. Demak, biz bu yerda while sikli yordamida foydalanuvchidan bir nechta qiymatlarni olib, mana shu qiymatlarni ro'yxatning ichiga yuklashni o'rgandik. Navbatdagi misolimiz. Endi bu misolimizda biz mana shu while sikli yordamida ro'yxatni emas, balki lug'atni to'ldirishni o'rganamiz. Bu yerda e'tibor bering, endi biz do'stlarimizni o'sha yoshini kiritmoqchimiz, lug'at ko'rinishida. Avval boshlanishiga do'stlar degan bo'sh lug'at yaratib oldik. Mana e'tibor bering, bu bo'sh lug'at. Ana undan keyin bu safar biz o'sha siklni to'xtatish uchun ishoradan foydalanmoqchimiz. Demak, avvalgi darsimizda biz ishora o'zgaruvchi haqida o'rgangan edik. Bu yerda biz demak mana shu ishora yordamida mana bu while siklini buzmoqchimiz. Hozircha ishora true, bu degani mana bu while siklimiz toki ishora false bo'lgunga qadar aylanadi. Xo'p, keling, mana foydalanuvchidan endi biz ikkita qiymat so'rayapmiz. Birinchisi ism, ikkinchisi yosh. Ya'ni ism deganda biz do'stingizning ismini kiriting deyapmiz. Yosh degan joyda esa o'sha do'stining yoshini kiritishni so'rayapmiz. Ana endi biz mana bu ikkita ma'lumotlarni olamizda, bu ma'lumotlarni biz lug'atni ichiga joylashimiz kerak. Mana lug'atimiz do'stlar degan lug'at turibdi. Do'stlar degan lug'atning ichida e'tibor bering, endi ism bu kalit bo'ladi. O'sha lug'atni kaliti bo'ladi. Yosh esa endi qiymat bo'ladi. Bu yerda biz o'sha yosh degan mana bu foydalanuvchi kiritgan qiymatni integer, ya'ni butun songa o'tkazib olib, keyin lug'atni ichiga joylayapmiz. Mana undan keyin biz foydalanuvchidan so'rayapmiz, yana ma'lumot kiritasizmi? Ya'ni o'sha lug'atga yana ma'lumot qo'shasizmi? Agar foydalanuvchi yo'q deb javob bersa, unda mana bu ishorani biz endi false qilamiz. Bu degani mana bu siklimiz aylanishdan
to'xtaydi. Ana undan keyin esa biz mana bu o'sha lug'atning ichidagi qiymatlarni birma-bir konsolga chiqaramiz. Bu yerda biz esingizda bo'lsa, lug'at bilan ishlagandagi mana bu items degan metoddan foydalandik. Keling endi bu kodimizni ham bajaraylik. Mana do'stlaringiz yoshini saqlaymiz. Do'stingizni ismini kiriting. Misol uchun men yana boshdan kiritaman. Mana Olim. Olimning yoshini kiriting. Yoshi misol uchun deylik, mana 40 yoshda deymiz. Yana ma'lumot qo'shasizmi? Ha. Yana do'stingizni ismini kiriting deyapti. Misol uchun endi Hasan deymiz. Hasanning yoshini kiriting. Misol uchun 20 yoshda deymiz. Yana ma'lumot qo'shasizmi? Ha. Husan deymiz bu safar. Husanning yoshini kiriting. Yana 20 deymiz. Yana ma'lumot qo'shasizmi? Ha. Deylik misol uchun bu safar mana Alijon. Alijonning yoshini kiriting. 36 deymiz. Yana ma'lumot qo'shasizmi? Yo'q deymiz. Mana yo'q deyishimiz bilan birinchi mana bu while siklimiz tugadi. Lug'atimiz shakllandi. Mana endi keyingi mana bu for qismi bajarildi. Forning ichida biz esa nima qildik? Har bir o'sha do'stimizning ismi va yoshini konsolga chiqardik. Ana endi biz mana bu demak do'stlar degan lug'atni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun print do'stlar desam, mana ko'rib turibsiz, lug'atimiz bu yerda olim, ya'ni ism bu yerda kalit bo'ldi va kalitga mos keluvchi qiymat o'sha mana bu demak do'stimizning yoshi bo'ldi. Demak mana bu esa elementlar, ya'ni lug'atdagi elementlar juftligi bo'ldi. Xo'p, mana bu usul bilan demak biz while sikli yordamida lug'atlarni ham shakllantirishimiz mumkin ekan. Keling yana bir misol ko'raylik. Bu misolimizda biz while sikli yordamida ro'yxatning ichidan bir nechta qiymatlarni o'chirib tashlashni ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, biz ro'yxatlar bilan tanishganimizda mana bu demak remove metodi bilan tanishgan edik. Bu metod yordamida biz ro'yxatning ichidan mana bu ko'rsatilgan qiymatni o'chirib tashlashimiz mumkin. Lekin bu metodning kamchiligi shundaki, agar mana shu qiymat ro'yxatning ichida bir necha bor takrorlangan bo'lsa, remove metodi faqatgina birinchisini o'chirib tashlaydi. Mana bu ro'yxatga e'tibor bering. Mana cars degan ro'yxatga e'tibor bering. Keling, mana shu ro'yxatni hozir konsolga chiqaraman. Mana ro'yxatni chiqaraylik. Print cars. Mana ro'yxatimizda bir nechta element bor va bulardan e'tibor bering. Misol uchun Nexia 3 marta takrorlangan. Mana bu yerda ham e'tibor bering. Mana Nexia 3 marta takrorlangan. Agar biz mana shu yerda cars remove Nexia desam va undan keyin qaytadan o'sha print qilib carsni chiqarsam, e'tibor bering, mana bu birinchi Nexia o'chirilib ketdi, lekin keyingi ikkinchi va uchinchi Nexialar, demak mana shu qiymatlar joyida turibdi. Demak biz deylik mana shu ro'yxatimizning ichidan barcha Nexialarni o'chirib tashlash uchun buni bir necha bor takrorlashimiz kerak. Ya'ni o'chirish operatorini, remove metodini bir necha bor takrorlashimiz kerak. Buning uchun biz mana bu yerda ko'rib turibsiz, while siklidan foydalanishimiz mumkin. Keling, endi while sikliga e'tibor beramiz. Xo'p, bu yerda while siklimiz qanday ishlaydi? Biz bu yerda shart qo'yapmiz. Toki Nexia degan qiymat cars degan ro'yxatning ichida bor ekan, mana bu operatorni bajar. Demak, bu yerda biz nima deyapmiz? Mana shu cars degan ro'yxatning ichidan Nexia degan qiymatni o'chirib tashla deyapmiz. Demak, bu shartimiz qachongacha bajariladi? Toki mana bu ro'yxatning ichida bir dona bo'lsa ham Nexia degan element bo'lsa, mana bu siklimiz ishlab yotaveradi. Nexia degan elementlar ro'yxat ichidan hammasi o'chirib tashlagandan keyin mana bu shart bajarilmaydi va demak siklimiz tugab, sikldan tashqaridagi keyingi qator bajariladi. Keling endi mana kodimizni bajaramiz. Ko'rib turibsiz, yakuniy ro'yxatimizda endi Nexia degan element yo'q. Sababi demak mana bu sikl yordamida biz shu ro'yxatdagi barcha elementlarni o'chirib tashladik. Qarang, bu yerda biz to'g'ridan-to'g'ri hozir mashinani nomini yozdik, qiymatni yozdik. Uni ustiga osonroq qilish uchun mana bu yerda car degan o'zgaruvchi yaratib va bu o'zgaruvchiga misol uchun Lacetti degan qiymatni berib qo'ysak, endi mana bu yerda car deb qo'ysak, kodimizni ha deb o'zgartirish talab qilinmaydi. Mana car deb qo'yamiz. Mana endi siz mana bu yerda bergan qiymatingiz o'z-o'zidan ro'yxatning ichidan o'chirib tashlanadi. Mana endi bajarsak, e'tibor bering, endi Nexia joyida turibdi, lekin Lacetti yo'q. Keyingi misolimizni ko'ramiz. Bu yerda biz endi nima qilmoqchimiz? Bizda e'tibor bering, mana bu talabalar degan ro'yxatimiz bor. Ro'yxatning ichida bir nechta talabalarning ismi turibdi. Endi biz nima qilmoqchimiz? Biz mana shu talabalarning ustida deylik qandaydir bir amal bajarmoqchimizda va undan keyin ana shu talabalarni ro'yxatning ichidan o'chirib, boshqa ro'yxatning ichiga joylamoqchimiz. Demak, bunday olganda biz bitta ro'yxatni olib, ro'yxatning ichidagi elementlarning ustida turli amallarni bajarib,
va bu elementlarni boshqa ro'yxatga yoki boshqa lug'atga ko'chirib olmoqchimiz. Endi mana bu shartga e'tibor bering while siklimizga. Biz nima deyapmiz? While talabalar deyapmiz. Bu nima degani? Bu agar sodda qilib aytadigan bo'lsak, toki talabalar degan ro'yxatning ichida bitta bo'lsa ham element bo'lsa, mana bu siklni bajargin deyapmiz. Demak, mana bu siklimiz, bu while siklimiz toki mana shu talabalar degan ro'yxat bo'shaguncha aylanadi. Toki ro'yxat bo'shagunga qadar sikl aylanib yotaveradi. Endi sikl ichida nima qilyapmiz? Demak, mana talaba degan o'zgaruvchi yaratdik. Endi bu o'zgaruvchiga mana bu talabalar degan ro'yxatning ichidan pop metodi yordamida bitta elementni sug'urib olyapmiz. Demak, esingizda bo'lsa, pop metodi mana shu ro'yxatning ichidan bitta elementni sug'urib oladida, mana bu o'zgaruvchiga yuklaydi. Odatda eng oxirgi elementdan boshlaydi. Misol uchun, hozir siklimizni boshida mana bu talaba degan o'zgaruvchi Botir degan ismga teng bo'ladi. Ana endi biz misol uchun foydalanuvchidan mana shu talabani baholashni so'rayapmiz. Deylik, bu dasturimiz o'qituvchilar uchun talabalarni baholaydigan dastur. Mana endi biz o'sha o'qituvchidan so'radik, input, mana shu talabaning bahosini kiriting. O'qituvchi talabaning bahosini kiritadi va bu baho degan o'zgaruvchiga joylanadi. Ana endi biz nima qilamiz? Endi mana bu yerda e'tibor bering, biz yangi baholangan talabalar degan lug'atimiz bor. Mana bu lug'atni mana bu yerda bo'sh lug'at yaratib olgan edik. Baholangan talabalar degan lug'atimizning ichiga endi yangi qiymatlar qo'shyapmiz. Bu yerda talabaning ismi o'sha lug'atning kaliti bo'ladi va talabaning bahosi esa qiymat bo'ladi. Bu yerda biz bahoni demak integer qilib o'tkazib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi baho odatda butun son ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, ana endi keling mana bu siklimizni bajaraylik. Mana Botirning bahosini kiriting deyapti. Demak, bizning ro'yxatimizda eng oxirgi talaba Botir edi. Hozir mana shu Botir degan ism ro'yxatdan olindida, mana bizdan so'rayapti. Botirning bahosini kiriting. Misol uchun Botirga 5 qo'yamiz. Mana endi Botir baholandi deyapti. Olimning bahosini kiriting. Demak, endi mana bu Olim degan talabaning bahosini so'rayapti. Demak, Olim 2chi ekan, Olimga 2 qo'yamiz. Uchinchisi Husanning bahosini kiriting. Demak, mana Husan degan elementga yetib keldik. Husanning bahosi misol uchun 4 deymiz. Hasanning bahosini kiriting. Hasan Husandan ko'chirgan ekan, shuning uchun Hasanga ham 4 qo'yamiz. Mana endi siklimiz tugadi. Nimaga? Chunki talabalar degan ro'yxatning ichida elementlar qolmadi. Agar biz mana shu yerda hozir print talabalar desak, mana print talabalar desak, ko'rib turibsiz, talabalar endi bo'sh ro'yxat bo'lib qoldi. Dasturimizning boshida talabalarning ichida 4 ta element bor edi. Dastur tugagandan keyin esa, demak, bu yerning ichida birorta ham element qolgani yo'q. Aksincha mana bu baholangan talabalar degan lug'atimizni agar chiqarsak, mana baholangan talabalar degan lug'atimiz dasturning boshida bo'sh edi. Ana endi agar biz buni chiqarsak, ichida e'tibor bering, endi 4 ta element turibdi. Elementlar nima? Bu talabalarning ismi va ularning baholari. Demak, mana shunday qilib while sikli yordamida biz ro'yxat elementlari ichida, ro'yxat elementlari ustida turli amallar bajarishimiz ham mumkin ekan. Demak, bugun ko'rmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Bugungi darsimizning maqsadi o'sha while sikli yordamida ro'yxatlar yoki lug'atlarni ustida bajarish mumkin bo'lgan amallarni ko'rmoqchi edik. While siklining bundan boshqa foydalanadigan joylari ham juda ham ko'p. Biz albatta ularni hammasini qamrab ola olmaymiz. Lekin demak bilishimiz kerak bo'lgani mana shunday demak sikllar yordamida dastur davomida oldimizda uchraydigan turli muammolarni hal qilishimiz ham mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta sahifamizga o'ting. Sahifamizda demak har galgidek yangi vazifalar qo'yilgan. Ana shu vazifalarni bajaring. Vazifalarning pastida javoblarni ham berganmiz. Javoblarni ko'ring, o'zingizdagi javoblar bilan solishtiring, tahlil qiling. Va albatta darsda o'rgangan narslaringiz bilan chegaralanmang. Iloji bo'lsa, misol uchun while sikli bilan turli xil boshqa muammolarni ham hal qilishni o'rganing. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.